siz Germaniyaga studentkollekka keldingiz, ertadan boshlab ishga chiqib keta olmaysiz. O'rtacha qancha pul ishlatadi masalan student kollekt qilayotgan inson? Qaysi universitetda o'qishingizni bilsangiz agar, o'sha universitetda student kollektiga kirganingiz yaxshiroq. Germaniyani zabt etsak bo'ladi. Professor siz bilan birga gaplashadi. Har kuni ertalab turib birinchi qiladigan ishim shu ishlarni jo'natish edi. 10 tasini jo'natardim. Keyin yana balki muhim narsadir. Germaniyaning diplomi o'sha juda ham kuchli hisoblanadi. Butun dunyoga o'tadi. Assalomu alaykum, hurmatli Blitz News markazi kuzatuvchilari, umuman olganda Germaniyaga ketishga qiziqqan yoshlar, yurtdoshlar, ota-onalar, bugungi suhbatimiz yana bir ajoyib suhbatimiz boshlanadi. Bugungi suhbat asosan Germaniyadagi ta'lim bo'yicha, ya'ni bu student kollekt, bakalavr hamda magistratura bo'ladi. Bugungi suhbatda mehmonlarimiz bor. Hozir men mehmonlarni tanishtirib o'taman. Bular Bositxon, Otabek aka hamda Saydrasul. Xush kelibsizlar. Assalom. Ko'rganimdan xursandman. Bir bu suhbat to'satdan bo'ldi. To'satdan bo'lsa ham menimcha mazmunli bir foydali suhbat bo'ladi deb o'ylayman. Birinchi o'zlaringizni bir tanishtirsangizlar, Bositxon, sizdan boshlasak. Bo'ldi. Meni atim Bositxon. 2003-yil tug'ilganman Toshkent shahrida. 11-sinfni bitirganimdan keyin Germaniyaga o'qishga ketishni niyat qildim. Shundan keyin studentkollekka hujjat topshirib, studentkollek M kursini bitirdim va hozir Sharitada Berlinda tibbiyot yo'nalishida o'qiyman. Zo'r. Apreldan 3-kursga o'tyapman. Hali universitetingiz bo'yicha umumiy gaplashamiz. Birinchi tanishib olsak, Otabek aka. Xo'p, men ismim Otabek, yoshim 25 da, 2000-yil tug'ilganman. Germaniyada TU Berlin universitetida 6-semestrda hozir tugatdim. 3-kurs tugatdi. Ha, oxirgi semestr, ya'ni bitta semestr o'qishim kerak. Shu qisqa qilib aytganda, Hali yana batafsil ya'ni batafsil gaplashamiz, ya'ni nimadir muhim qiziq narsalar bo'lsa aytaman sizlarga. tushunarli. Saydrasul. Hop, assalomu alaykum. O'zi Blitz anchadan kuzatayotgan ko'pchilik taniydi. Blitzda o'qiydiganlar. Ismim Saydrasul. 1 yil bo'ldi Blitzda ustozlik faoliyatini olib boryapman. O'zim 2020-2024-yil oralig'ida Germaniyaning RWTH Aachen universitetida kompyuter injiniring yo'nalishi bo'yicha o'qiganman. Bakalavr shu student kollekdan boshlab o'sha bakalavr etapigacha o'tib o'qiganman. Endi hozir o'sha aytganda 1 yildan beri Toshkentda Blitzda faoliyatimni davom ettiraman. Bitta narsa hayolimga kelyapti-da, boyagi 3lik, 4lik, 5lik deydi-ku, boyagi yulduz sostav deydi-ku. Endi sizlarni ko'pchilik tanimasligi mumkindir, lekin men uchun yulduz sostavda. Nima uchun unaqa desa, universitetlaringizni men qidirib, bilib, qanaqaligini bilaman-da. Masalan, uchuvlaringizniki ham topda Germaniyada o'zini yo'nalishi. Bu dunyoda ham deb o'ylayman-da. Shuning uchun bugungi suhbat zo'r bo'ladi, ya'ni qanaqa qilib o'sha universitetda o'qisa bo'ladi, o'zi o'qish jarayoni qanaqa, hayoti qanaqa qilib topshirsa bo'ladi, shular bo'yicha bo'ladi. Xo'p, birinchi nima uchun bir o'qishga kirgansiz o'sha Germaniyaga, shu bo'yicha bir gaplashib olsak, Bositxon aka. Sizda nimaga aynan Germaniya universitetlariga topshirgansiz? Umuman o'sha sharitning o'ziga. Qanaqa bo'lgan bosqich, topshirish jarayonlari? Boshida 10-sinfda menda chet elda o'qish niyati bor edi oldindan. Men har xil davlatlar bilan qiziqqanman. U yoqda tibbiyot yo'nalishi juda ham qimmat bo'lgan. Yoki shu qimmat bo'lishiga qaramasdan stipendiya ham berilmagan. Va ingliz tilini, rus tilini bilganim uchun ingliz tili davlatlariga qarasam to'g'ri kelmagan menga. Juda ham qimmat. Rus tilida Rossiyani bilan qiziqqanimda u yoqni sifati va ularning kontrakti ham juda ham past emas edi. O'sha men qaraganimda $12,000 atrofida edi. Faqat o'qishga yillik kontrakti, yashashdan tashqari. Keyin yana qiziqqanimda bitta qarindoshimiz Germaniyaga borib kelgandi. Sayohat qilib, u yoqda bitta talabani ko'rib qolganlar. Ular o'zbek talabani Germaniyada o'qiyotgan. Ular bilan gaplashganlar. O'shanda u talaba aytganki, shu o'qish tekin. Universitetda, davlat universitetlarida o'qish tekin va shunga qaramasdan universitetda o'qish sifati juda ham baland va dunyoda ular top o'rinda turadi. O'shaning uchun men intensiv 11-sinfdan boshlab nemis tilini o'rganishni boshlaganman. Nemis tilini o'rganib, keyin studentkollekka kirganman. Studentkollekka kirganimda M kursga kirganman, tibbiyot yo'nalishi bo'yicha.
keyin universitet tanlayotganimda eng muhim narsalardan bu menga shahar bo'lgan, shahar va o'sha universitetni reytingi va qanchalik u yoqdagi professorlari yaxshi dars o'tishi. Sharita universiteti ayrim reytinglarda, sistemalarda birinchi o'rinda turadi tibbiyot yo'nalishida va yana ham shu mashhurroq narsa ularni klinikasi bor, davlat klinikasi. Davlat klinikasi Yevropa bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Shunisi bor va tarixda shu fiziologiya va meditsina yo'nalishida Nobel mukofoti olganlarni Germaniyada 50% dan ko'pi Sharitada ishlab Sharitadan chiqqan. shunaqa. O'shaning uchun shu universitet bilan juda ham qiziqqanman va shu taklifni olganimda juda ham xursand bo'ldim. Bu ma'lumotlarni o'sha universitet saytidan olganmisiz? Shunaqa universitet Ya'ni Nobel mukofoti olgan kim, klinikasi qanaqa, to'p hammasini? Ha, universitet veb-saytida joylashtirib qo'yilgan hammasi. O'zi agar tilni bilsangiz, misol internet ishlatish bilsangiz, o'sha universitetlar shunaqa tuzilganki, Germaniyada hamma informatsiya bor. Shunaqa kiriladi, yo'nalishi, talablari, o'qish davomiyligi, bitirgandan keyin qayerlarda ishlash mumkinligi hamma informatsiya bo'ladi. O'sha joyi zo'r nimasi bor, zo'r yo'lga qo'yilgan. Hamma universitetda sistema qilingan. Universitetni saytlaridan tashqari katta bazalar bor. Shu saytlar bor, universitet to'g'risida ma'lumot yig'ilgan. O'shalar bo'yicha kirib o'tirib, endi ozgina qunt qilish kerak. Qanaqa saytlar masalan aytib ketsangiz, balki videoda nomini. UniAssist bor, eng katta baza universitet bo'yicha, Germaniya bo'yicha eng katta shu universitet mavzusida temasida ishlaydigan uniassist.de degan sayt bor. O'zi ko'pchilik universitetlarga ham to'g'ridan-to'g'ri dokument topshirish iloji yo'q. Agar davlat universiteti bo'ladigan bo'lsa, u UniAssist orqali topshiriladi. Ozgina to'lovi bor, lekin o'sha hamma dokumentlarni u qilib beradi. Ko'p universitetlarga o'zi to'g'ridan-to'g'ri topshira olmaysiz. Zo'r. Hali umuman u mavzuga, bakalavr mavzusiga qaytamiz. Otabek aka, sizda qanaqa jarayon boshlangan? Xo'p, Germaniya. men o'zi birinchi O'zbekistonda farmatsevtika yo'nalishida o'qimoqchi edim. Keyin o'sha paytda men kimyo bilan matematika fanini o'qib yurganman. Keyin bir payt televizorda ko'rib qolgan edim o'sha Germaniya haqida, o'sha ko'rsatuv ko'rib qolib, Klassik holat deydi. keyin o'sha Germaniyada o'sha ta'lim bepulligini ko'rib, keyin qiziqdim, chunki bilardim boshqa davlatlarda o'qish ko'p holatda o'sha juda ham katta kontrakt to'lovi bor, keyin uni to'lash uchun ishlashingiz kerak, ishlasangiz o'qishingiz qolib ketadi yoki uydagilar pul berish kerak. Menda shunaqa holat edi. Men o'zim qoplashim kerak, o'zim ta'minlashim kerak edi. Shuning uchun men uchun Germaniya yaxshi variant bo'lgan. Undan tashqari, masalan, Germaniyada o'qishlarini reytinglari juda ham yaxshi. Shuning uchun Germaniyaga o'sha litseyda o'qib yurgan paytimda 3-kursda keyin nemis tilini o'qishni boshlaganman. Keyin nemis tilini shu 1,5 yilda, o'sha payt korona boshlanib qolgan edi. Keyin shu korona boshlangandan keyin tugaguncha shu karantinda uyda o'tirib 19-20-yillar. Nemis tilini o'qiganman. B2 ni topshirib, keyin studentkollikka topshirganman. B2 bilan o'sha TU Berlinga yana 3-4 ta studentkolliklarga o'zim topshirganman mustaqil. Shu payt aytib o'tish kerak, o'zingiz agar mustaqil harakat qilsangiz, bemalol o'zingiz ma'lumotlarni qidirib topib topshirishingiz mumkin. 100%. Shu topshirganman, keyin imtihonga o'sha payt korona payti bo'lgani uchun onlayn edi imtihonlar. TU Berlinda onlayn bo'lgan, keyin o'sha imtihondan o'tganman, taklifnoma berishgan, keyin o'sha to'g'ridan-to'g'ri o'qishga borganman. Studentkollikka, studentkollikka to'g'ridan-to'g'ri o'qishga borganman. Lekin odatda siz studentkollikka birinchi imtihoniga borasiz-da. Germaniyaga borib topshirasiz kirish uchun. Shuni studentkollik bo'lganligi uchun imtihon onlayn bo'lgan. Shunaqa bo'lgan, omadim kelib, chunki uydagilar o'sha payt aniq turishuvdi, imtihondan o'tsang borasan, chunki ular bilishmaganda endi. Shu payt keyin imtihonni bu yoqda o'tib, keyin borganman. Imtihon qanday bo'ladi? Imtihoni qiyin bo'lmagan, o'sha matematikadan asosan 10-sinf, 11-sinf narsalar so'rashgan. O'zbekistonni anonsidan oson, ancha oson. Masalan, siz abituriyentskizda sizga oddiy funksiyalar beradi, logaritmlar beradi, keyin modullar, tenglama, tengsizlik, shunaqa narsalar. Bu texnika yo'nalishdagi studentkollikda.
ekonomika, iqtisod bo'yicha. Ha, iqtisod. Iqtisod bo'yicha shunaqa qilib student kollejga kirganman. Keyin 1 yildan keyin student kollej tugatdim. TU Berlinda. Keyin shu student kollej tugatgandan keyin o'z TU Berlinni universitetiga topshirdim. O'zim xohlagan yo'nalishga. Yo'nalish nomi muhandislik va iqtisod, shu o'zbek tilida shunaqa bo'ladi. Wirtschaftsingenieurwesen agar nemis tilini bilsangiz. Shu keyin mana hozir o'qib, ishlab, yaxshi bola bo'lib yuribman. Nimaga u TU Berlin tanlagansiz? Xo'p, u TU Berlinga topshirishimdan sabab, chunki u TU Berlinda o'sha aynan men o'qimoqchi bo'lgan yo'nalish dunyo bo'yicha 72-o'rindami turardi. O'sha Wirtschaftsingenieurwesen. O'sha yo'nalishda siz boshqa universitetlardan farqli jihati shundaki, siz TU Berlinda o'zingizni injener yo'nalishi bo'yicha mutaxassisligingizni tanlashingiz mumkin. Masalan, siz muhandislik, mashina sozlik bo'yicha yoki samolyotlarga ixtisoslash mumkin yoki elektrotexnika yoki bo'lmasam informatika, shunaqa har xil yo'nalishlar bor yoki Verkehrswesen deydi, logistika bo'yicha. Xullas, har xil yo'nalishlar bor. O'shanda siz o'zingiz tanlab o'shani o'qishingiz mumkin-da, lekin ko'pchilik universitetlarda bitta yoki ikkita yo'nalishi bo'ladi. O'shani o'qishingiz, siz kirsangiz o'shani o'qishga majbursiz. Masalan, Axinda menimcha faqat mashina sozlik, o'sha mashinalarga ixtisoslashgan. O'shaning uchun TU Berlin tanlaganman. Ham TU Berlinda men o'qigan edim student kollegida. Siz agar student kolleg bitirsangiz, sizga anaqa berishadi, bonus berishadi. O'zini anaqa student kolleg bitiruvchilarga umumiy kvotani 50% beradi. Ha, demak, universitetda o'zini student kollegida o'qisa. Ha, siz agar TU Berlin bitirsangiz, TU Berlin aytaylik 80 ta o'quvchiga joy ajratadi, chet elliklarga. Shu 80 tani yarmisini student kollegga beradi. Bitirdingizmi deyarli? Bu degani siz agar student kolleg bitirmasdan kirolmaslik degani, bu siz juda ham omadingiz. Bu o'sha universitetda shunaqada, to'g'rimi? TU Berlinda shunaqa. Da, ya'ni hamma universitetga amal qilmaydi-da, masalan. Yo'q, ko'p universitetlarga amal qiladi. Agar o'sha Bundeslandni student kollegiga bitirgan bo'lsangiz, o'sha Bundeslandda bir nechta universitet bo'lsa, o'sha hammasiga kirishga sizga bonus beradi. Ko'pincha, lekin ayrimlari bermaydi. Masalan, meni universitetim o'zini student kollegiga unaqa bonus bermaydi. Shunaqa. Buni ham shu saytdan bilgansiz. Ha, buni shu qarab anaqa chiqib o'qisa bo'ladi. Yaxshilab qidirish kerak faqat. Hozir bitta narsaga e'tibor berdim-da, mana IQ-laringizda ham nima uchun tanlayotgan deganimizda, yo'nalishni olgansiz-da, universitetda emas. Yo'nalishni qaysi universitetda zo'r o'qitadi, o'sha Germaniya bo'yicha qaysi yo'nalishda o'sha top. Shuni qarash mumkin. Shunaqa qaralar ekanda, masalan, mana zo'r tavsiya-da, mana kimdir hozir Germaniyaga universitetga kirmoqchi, masalan, TUM deyaptimi yoki bilmayman, katta Heidelberg deb e'tibor bergandan ko'ra, masalan, matematika sohasida o'qimoqchiman, matematika qaysida top Germaniyada. Shunaqa. Universitetga emas, reyting ham universitet yo'nalishga qaralar ekanda. Shunaqa. Bizda unaqa amaliyot yo'q-da, bizda milliy yoki narxoz yo u bu zo'r degan narsa bor-ku. Ha. Yo'nalishga qarab. Shunaqa. TU Berlinda masalan asosan o'sha injener bo'yicha, informatika bo'yicha juda ham yaxshi o'rgatadi. Masalan, data science bo'yicha ham reytingi o'zini hozirgi umumiy reytingidan ancha yuqori. Butun Germaniya bo'yicha birinchimi, ikkinchi o'rin turadi o'sha data science yoki meni o'qiyotgan yo'nalishim butun Germaniya bo'yicha ikkinchi o'rin turadi. Birinchi o'rinda agar adashmasam Aachen edi. Shunaqa. Bitta tavsiyada mana kuzatayotgan bolalar kim Germaniya topshirmoqchi bo'lsa, ikkita narsaga qarash kerak ekanda, mana umumiy reytingda 10 turibdi, u topshirmoqchi bo'lgan yo'nalishda Germaniyada nechinchi o'rinda turibdi. Menimcha yo'nalish muhimroq. Yana bitta qo'shimcha narsa, siz o'sha universitet veb-saytiga kirib, universitetda qaysi fanlar qachon o'qitilishini ko'rib chiqishingiz mumkin. Qanchalik chuqur o'qitilishini shunda bilib olasiz. Masalan, Axinda matematikani 3 xil turi bor. Masalan, matematika 1, matematika 2, matematika 3 da. semestr o'qing. Fizikani ham bir narsalari bor. Xullas, u juda ham qiyin-da bu yoqda o'qish. Lekin agar TU Berlinga qaraydigan bo'lsangiz, ko'proq iqtisod bo'yicha ham o'qitiladi. Matematikada faqat ikkita matematika o'qiysiz. Fizikadan ham faqat shu elektrotexnika bor, mexanika, shunaqa fanlar. Shu fanlarni ham ko'rib chiqsangiz, masalan, o'zingizga tasavvur hosil bo'ladi. Nima o'qiyman? O'qolamanmi shuni, o'qolmaymanmi?
keyin agar juda bo'lmasa o'sha fanlarni masalan ichiga kirib o'sha klauzur deyiladi, imtihonda qanaqa savollar bo'lishini ham Ko'rib olsa bo'ladi. ko'rib olishingiz mumkinda. Oh. saytida mana nima turadida butun boshli programmani o'quv programmasi 6 semestrga mo'ljallangan bo'lsa, butun boshli programmada birinchi semestrda qaysi fan o'tiladi, ikkinchi semestr qaysi fan o'tiladi, hammasi ko'rsatilgan bo'ladi-da. Shunaqa qo'llanmalar tayyorlab qo'ygan. Kirasiz saytiga, misol uchun birinchi semestrda matematika 1da o'tiramiz, matematika 1 o'qiydigan bo'lsangiz, o'sha ichiga kirsangiz, nima mavzular o'tilishini hammasini yozib qo'ygan. Siz bormasdan turib, o'sha nima mavzu o'tishingizni bilsangiz bo'ladi. Misol uchun agar aytaylik aprel yoki may oxiri yoki iyunda siz universitetga kirib bo'ldingiz, vizaga topshirdingiz, viza chiqishini kutyapsiz. O'sha paytda siz bekor o'tirmasdan o'sha fanlarni ochib tayyorlab tursa ham bo'ladi, o'rganib tursa bo'ladi. Shu baza bo'ladi. Anaqaga kirganda, oktyabrda o'qish boshlanganda, Dovdirab qoladi. bir chelak ham o'zingiz o'qib yuborgandek bo'lmaydi-da, chunki u yerda Germaniyada o'qish, ayniqsa top universitet bo'ladigan bo'lsa, intensivность juda katta. Bizani oddiy universitetlarda, oddiy emas, O'zbekistonda universitet bilan solishtiradigan bo'lsak, bizada o'tiladigan bir hafta 10 kunga mo'ljallangan programma o'tda bitta ikkita leksiya o'tiladi. Intensivность juda katta. O'shaning uchun bu narsa zo'r foyda beradi. O'zbekiston universitetlariga qiziqmaganman, chunki bu yerda to'g'ri ketganim uchun, lekin u yerda har semestr oxirida o'tirib, keyingi semestr nima fan o'qiyman, nima imtihon topshiraman, tayyorlanadi, reja qilinadi. Ana o'shanda zo'r yordam beradi. Bizani universitet saytida menimcha yo'q. Biz har sessiyadan keyin bilardik-da. Ko'pchilikning sayti ham yo'q. Har sessiyadan keyin qaysi fanlar o'tilishini bilardik-da. Keyin shu reytingga qarab olinishda ular ham osmondan olmaydi bu reytingga. Nimaga qarash mumkin? O'sha reyting nimadan keladi o'zi? O'sha fanni sohasida, masalan, bitta universitetda bir nechta yo'nalishlar bo'lsa, o'sha yo'nalish zo'rroq degani u o'sha sohada dars beradigan professorlarning soni juda ham muhim narsalardan biri. Qancha professor ko'p bo'lsa, o'shancha zo'r degani universitet uchun, shu yo'nalish uchun. Professorlarning darajasi qanchalik kuchli professorlar ilmiy ishlarni, qanchalik muhim ilmiy ishlar qilishadi va o'sha bitirib chiqqan talabalari ishga olishda, masalan, ikkita universitet talabasi topshirdi, qaysi universitet talabasini ish beruvchi olyapti. O'shandan ham kelib chiqishi mumkin va ularning oyligida ham. O'shaning uchun shu sistemaga qarab olish menimcha juda ham muhim bo'ladi. Yo'nalishdagi qarab. Shu yerda hozir mana student kollej qilganman, student kollej qilganman. Hammamizdan siz ham, men ham hammamiz student kollej qilganmiz-da. Bizani O'zbekiston ta'lim tizimida bu narsa bo'lmaganligi uchun shu narsaga ham bir to'xtalib, tushuncha berib ketsak yaxshi. Shuni so'ramoqchi edim. M kursi deysiz, V kursi deysiz, ular nima, o'zi ungacha bo'lgan yo'l qanaqa bo'ladi? Student kollej davrida nimalar bo'ladi, masalan, qanaqa nima o'qitiladi? Qiyinmi, osonmi? Chunki student kollejga bormoqchi bo'lganlarni ota-onasi ham baribir qiziqadi, kuzatadi-da. Yerga borgandan keyin nima qilasan degan bir savol bor-da o'shanga. Siz mana birin-ketin aytib ketsak bo'ladi. Sizni student kollej davringiz qanaqa o'tgan o'zi, nima bo'lgan u? Student kollej bu shu 1 yillik tayyorgarlik kursida universitet uchun, Germaniyaning universitetlari uchun. Germaniyada 12 yillik ta'lim bo'lgani uchun bizning maktabda 11-sinfgacha bo'lsa, ularda 13-sinfgacha o'qishadi. O'shaning uchun shu 1 yilini siz ikkita turda to'ldirsangiz bo'ladi. Yoki 11-sinfdan keyin siz studentkalikka ketasiz. O'sha yerda 1 yil o'qib, keyin to'g'ri universitetga kirasiz. Yoki 11-sinfdan keyin O'zbekistonda, Germaniyada tan olingan universitetga kirib, 1 yil o'qib berasiz. U tan olingan, tan olinmaganini Anabin saytidan bilsa bo'ladi. Keyin 1 yil o'qib, to'g'ridan-to'g'ri studentkaliksiz bakalavri Germaniyada 1-kursdan boshlay olasiz. Lekin biz maslahat beramiz studentkalik qilishi, chunki studentkalik qilsa shu tayyorgarlik yili bekordan-bekorga yetilinmaydi. Unda 4 xil yo 5 xil kurs bor studentkalikda. Yo'nalishlar. M kurs deyiladi. Bu ko'pincha shu meditsina, stomatologiya, farmatsevtika yoki umumiy qilib aytganda biologiya va ximiya fanlari asosiy bo'lgan bakalavr yo'nalishlar uchun M kurs tanlanadi. T kurs texnika bilan bog'liq, IT bo'ladimi yoki injineriya bo'ladimi? Bu yo'nalish matematika, fizika o'qiladi. Shunaqa matematika va fizika muhim fanlarda.
V kurs deyiladi, bu ekonomika sohasi uchun. Bu yoqda matematika va ekonomika fanlari va studenkalikda darslar faqatgina nemis tilida bo'ladi. O'shaning uchun siz shu hamma o'zingizga kerakli fanlarni va bilimlarni fundamentini nemis tilida o'rganib olasiz bakalavr boshlashdan oldin. Lekin siz O'zbekistonda 1 yil o'qib ketsangiz, bu fanlarni siz bilishingiz mumkin, biologiya, ximiyani, lekin nemis tilida bilmaysiz. Va siz til markaziga borsangiz ham sizni darajangiz C2 daraja bo'lsa ham, siz u fanlarni nemis tilida bilmaysiz. Mutaxassislik o'qimaysiz, faqat til o'qiysiz. Faqat til o'qiladi, ko'chada gaplashish. Shuning uchun bizning maslahat faqatgina shu studenkalik qilish bo'ladi ko'pincha. Shu men studenkalikka borganimda birinchi davlat studenkaliklariga borganman. O'zi Germaniyada davlat studenkaliklari bor va xususiy studenkaliklar bor. Shunaqa. Davlat studenkaliklari ko'pincha shu qaysidir Germaniyani o'sha Bundeslandda o'sha davlatda yoki o'sha shaharga bog'liq bo'ladi universitetiga. Yonida bo'ladi. Shu studenkalikda o'qish bepul. Faqatgina shu semestr to'lab. Hududdagi universitetlarga tegishliroq. Shunaqa. O'sha davlat studenkaligini bitirsangiz, o'sha Bundeslanddagi universitetlarga siz ko'pincha bonus olasiz. Xo'p, xususiy studenkaliklar bor. Xususiy studenkaliklarning ham turlari o'zi har xil, lekin asosiy shu tan olingan akkreditatsiyadan o'tgan studenkalik bo'lishi kerak. U studenkalikka ham kirsa bo'ladi. U yoq o'qish bir xil, deyarli bir xil, faqat sifat pastroq deya olaman. Ancha pastroq davlatnikidan. Akkreditatsiyadan o'tgan studenkalikni bitirib, siz davlat universitetiga baribir kira olasiz. Muammosiz, faqat farqi o'qish pulli. Shuni so'ramoqchi edim. O'qish pulli va yana bitta farqi kirish xususiyga oson. Davlatnikiga juda ham qiyin. Lekin tekin. Lekin tekin. Shunaqa. Kirish imtihoni bor. Konkurensiya juda katta davlat universitetida. Shunaqa. Bunda pulli, konkurensiya past, imtihoni nomiga. Qancha bu pullik deganingiz? Bir semestrga 3000 yevrodan boshlanadi. 3000 yevrodan 6000 yevrogacha. Ko'plari 3500, 3000 yevro atrofida. U degani bir yilda shu 6000, 7000 shunaqa. Studenkolik o'ziga 7000 to'lanadi. Shunaqa. Undan tashqari blosh cho'tan qo'yish kerak unga. Baloy ham bor. O'shada endi hamma narsa o'sha xohlasangiz studenkolik, bakalavr, magistraturaga hammasiga qo'yiladi. Hozirgi kunda 12000 yevromidi? Shunaqa. Hozirgi shu 2025-yilda 11904 yevroda. Hozir qarang mana. Chalkashib ketmaylik, qaytaylik-da. Sizda shunaqa bo'lgan. Siz qaysi studenkolikda o'qigansiz, xususiymi, davlatmi? Men o'zim xususiyda o'qiganman. Birinchi davlatga borganman. Ikkita imtihongagina ulgurganman. Shu meni xatoyim bo'lgan. Iloji boricha ko'proq studenkalikka borish kerak va iloji boricha katta nemis tili sertifikat yoki nemis tili daraja bilan borish kerak bo'ladi imtihonga. Men borganman. M kurs yo'nalishida va T kurs yo'nalishida konkurensiya juda ham katta bo'ladi. Masalan, bitta studenkalik 15 tadan 25 ta 30 gacha odam oladi-da. Xorijiy. Shuna, studenkalikda faqat shu o'zi xorijiy bo'ladi. Shu masalan 20 ta o'rin ajratdi deylik, o'sha 20 ta o'ringa 500 tadan 600 tagacha bo'lib ketishi mumkin. Imtihonga kelgan bolalar. O'shalarning ichidan siz eng zo'ri bo'lishingiz kerak, shu 20 ta to'piga kirishingiz kerak. Xo'p, agar o'xshamasa, siz o'xshamagandan keyin srazu xususiyga hujjat topshirishingiz mumkin. Imtihoni bo'ladi, lekin imtihon juda ham qiyin emas. Imtihonidan o'tasiz va shu xususiyda o'qishingiz mumkin. Menda shunaqa bo'lganki, menda o'ta olmaganimdan keyin maslahatlashganman uydagilar bilan, aytganman. Chunki shunaqangi yo'l borki, siz bir yilda 2 marta qabul boshlanadi. Bir yilda 2 marta o'qish boshlanib imtihon bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda faqat institutlar aytaylik sentyabrda boshlansa, u yoqda oktyabrda va aprelda boshlanadi va qabullar ham yozda va qishda ochiladi. Menda shunaqa imkoniyat bo'lgan. Men aytganimda men yarim yil, bir semestr kutib turib, men nemis tili Germaniyada o'rganib turib, tayyorlanib, keyin yana bir marta davlat studenkaligiga topshirib, shunaqa yo'lim bor yoki xususiyda o'qishim mumkin deganimda anaqa menga xususiyni maslahat berishgan. Xususiy qilib qo'ya deyishgan. O'shanda xususiyga kirganman. Bu Halle shahrida bo'lgan, Sachsen-Anhaltda. O'sha yoqda 1 yil o'qiganman.
keyin hujjatlarimni topshirganman universitetga. Shunaqa. Shu yerda bitta qo'shimcha qilib ketay. Mana 1 yil o'qiganman degandan keyin mana student kollek oxirida farqi yo'q, davlatniki bo'ladi yoki частный bo'ladi, xususiy bo'ladi, imtihon topshiriladi. Feststellungsprüfung deydi buni otini. O'zi student kollekdan asosiy maqsad sizni o'sha imtihonga tayyorlab berish. Ya'ni shu imtihonni o'tsangizgina sizga universitetga kirish uchun ruxsat beriladi. U imtihonsiz universitetga dokument topshirib Student kollektiv imtihoni topshiriladi o'qiganlar to'g'risida. Ha, mana o'zi student kollektivda nima bo'ladi? Siz 5-sinfdan to 11-sinfgacha o'tgan maktab programmani O'zbekistonda yoki qaysi davlatda bo'lishiga qatnashsa, nemis tilida boshqatdan o'rgatib chiqadi sizga. Tezlashtirilgan holatda o'quvchilarga o'rgatiladi. O'shanda qaysi kurs o'qigan oid keladi, M kursmi, T kursmi o'qiganiga qarab turib imtihon qo'yiladi. Feststellungsprüfung deydi otini. Shu imtihonni topshirgandan keyin u imtihonini bahosi o'zini maktab attestatini bahosini olib o'rta arifmetikaga qo'shib turib 2 ga bo'linadi. Ana o'shanda keyin abitur baho deyiladi. Nemislarda ham xuddi shunaqasi bor. Abitur qiladi. O'sha 12 yil 13 yil bo'lgandan keyin abitur bahosiga qarab keyin universitetga kirsa bo'ladi. O'sha narsada farqlari. Siz boya bitta aytib ketdingiz-ku, men ko'proq topshira olmaganman. Bittaga topshirganman. O'shanda ko'p student kollektivga topshirib imtihoniga borsa bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi u? Ha, u chegaralanmagan hujjat topshirish. Siz xohlaganingizcha student kollektivga topshirishingiz mumkin. Faqatgina shu siz talabiga to'g'ri kelishingiz kerak. Shu til sertifikati eng muhim narsa. O'shanga to'g'ri kelsa, siz xohlagan student kollektivga topshirasiz, lekin siz qancha ko'p student kollektivga topshirsangiz, o'shancha ko'p ularga pul to'lashingiz kerak bo'ladi hujjatlaringizni ko'rib chiqishiga. Shu tarafi bor. Masalan, siz ko'pincha Uniasist orqali topshiriladi. O'shanda birinchi student kollektivga sizdan 75 yevro olinadi. Har bir keyingisidan 30 yevrodan. Aytaylik, o'shanda 3 taga topshirshingiz 135. Borgandan keyin qaytib kelmaslik riskini kamaytirish uchun bu yerda sal ko'proq pul to'lash kerak ekan-da, masalan, to'g'rimi? 500 dollarga bir 5 ta universitetga topshirish. 5 ta yoki 10 taga topshirib qo'ygan yaxshiroq ekan-da. Shunaqa. Keyin yana muhim narsa, bir xil student kollektivlarni uni oldindan imtihon sanasini aytadi. O'shanga ahamiyat berishingiz kerak. Shu imtihon sanasi bir xil kunga tushib qolishi mumkin-da. O'shani bilib kelishsanglar yaxshi. Bu yerdan qolib Chunki bitta sanada bo'lsa, u degani bo'ldi, siz yo buni talashingiz kerak bo'ladi, lekin ani to'lagan 30 yevroyingiz bekorga ketgan bo'ladi. Hozir ham umumiy savol beraman. Undan oldin Otabek aka, sizda qanaqa bo'lgan student kollektiv? Men student kollektivga topshirish uchun V kursga topshirganman, student kollektivga. V kursda o'sha matematika bilan nemis tilidan imtihon bo'lgan. Taxminan shu 10% shu umumiy topshirgan odamdan 10% ni olishga student kollektiv boshida menda qiyin bo'lgan, to'g'risini aytish kerak, chunki u yoqda o'sha bular aytganlaridek, o'sha temp juda ham tez bo'ladi, yuqori, chunki masalan qaraysiz, birinchi hafta borasiz, oson narsa ekan deysizda, keyin ikkinchi hafta borsangiz nima bo'ldi o'tadi. Nima bo'ldi va? Shunaqa bo'lganda, shunaqa bo'lgan. Keyin men lekin juda ham tez o'tib ketishgan. Masalan, uyga vazifani ham o'sha bitta bo'limni tugatgandan keyin beradi. Masalan, sizda funksiyalarni tugatdingizmi, kvadratlik funksiyalarni tugatganingizdan keyin sizga mana shuncha qilib uyga vazifa beradi. O'shalarni endi o'zingiz mustaqil o'qib, unga tayyorlanishingiz kerak, klauzurga tayyorlanishingiz kerak. Keyin o'sha bitta semestrda 2 ta klauzur bor, o'rtachasi bor, keyin semestr oxirida yakuniy bo'ladi. Ya'ni siz har doim tinmasdan o'qishingiz kerak. Har 3 oyda imtihon bor degan. Har 3 oyda emas, har 2 oyda. 2 oyda. Masalan, chunki bitta semestr o'zi qancha bir 4 oymi davom etadi. Har 2 oyda imtihoningiz bor, yana bir 3 tami 4 ta fannanda. Shu siz masalan ishlashga agar eplayman desangiz, savoldan beraman deb turibman. Ishlashga unchalik endi vaqt bo'lmaydi, lekin men ishlaganman, chunki matematikani O'zbekistonda yaxshi o'qigan edim. Lekin masalan agar ishlaydigan bo'lsangiz, baholaringizga ta'sir qilishi mumkin. Agar shu bu yerda ba'zi zo'r bo'lish kerak. Masalan, zo'r o'qigan agar aytib qo'yish kerak, masalan men bu yoqda matematikani
O'zbekiston o'zi aytmadim, esimdan chiqibdi. O'zbekistonda mana kimyo yo'nalishi bo'yicha milliyga ham kirganman-da. Bu yoqda kimyo bilan matematikadan imtihon bo'ladi. O'sha yerga kirib bir 6 oymi o'qiganman-da. Xullas siz matematikaningiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, borganda ham siz yaxshilab o'qishingiz kerak bo'ladi. Chunki ayrim narsalar bor, O'zbekistonda o'rgatilmaydi. U yoqda chuqurroq o'rgatiladi. Masalan, funksiyalarni bitta funksiyani chizib beradi, 9 ta narsa so'raydi-da, keyin analiz qilish kerak. Masalan, shuning uchun agar maslahat berishim mumkin, student kollegiga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, nemischa materiallar olib tayyorlanish kerak. O'sha student kollegida imtihoniga tayyorlansangiz, shunda siz student kollegiga kirganingizdan keyin ham sizda ana bo'ladi. So'zlarni tushunasiz, atamalar o'sha anaqalarni tushunib, yaxshi o'qib olib ketishingiz mumkin-da. Internetdan topsa bo'ladi. Hamma o'sha student kollegi veb-saytiga kirsangiz, kirish imtihonlarini ham, namunalarini topsa bo'ladi, yakuniy imtihonlarni ham topsa bo'ladi. Agar siz juda ham zo'r bilsangiz matematika bilan nemis tilini, siz to'g'ridan-to'g'ri FSP ni ham topshirib olishingiz mumkin. Student kollegi o'qimasdan. Shunaqa joyi ham bor. Hozir mana student kollegi davri 1 yil bo'ladi-ku. Masalan, siz ham ishlaganmisiz shunda? O'zimman hayoti qanaqa bo'ladi? Mana inson o'zini qoplash jihati hayotida, chunki ko'pchilikka qiziqda. Masalan, men o'zim qoplay olamanmi degan savolni beradi birinchi navbatda men bormoqchi bo'lgan inson. Mana student kollegi paytida siz 20 soat ishlashga huquqingiz bor. O'sha 20 soat degani shu haftada 2 kun to'liq, 1 kun yarim kun, 2,5 kun. Agar lekin siz 2 kun ishlasangiz ham yashasangiz bo'ladi. 2 kun ishlab ham bemalol o'zini qoplash mumkin. Agar siz xarajatlaringiz ko'p bo'lmasa, o'zingizni qoplashingiz yetarlicha. Qo'ygan pulingizni uydagilarga tashlayverasiz. Bankni ko'zi ko'rganman-da masalan. Uni bitta narsa aytib ketish kerak. Til zo'r bo'lsagina. Agar siz ish topishingiz uchun ham nemis tilini borib anaqalarni o'zi bilishingiz kerak, ayrim narsalarni, masalan, Bewerbung deydi, ishga topshirishni bilishingiz kerak, qidirib topib, borib gaplashasiz o'sha anaqa bilan, ish beruvchi bilan shu hujjatlarni. Lekin masalan, aytish kerak, siz Germaniyaga student kollegiga keldingiz, ertadan boshlab ishga chiqib keta olmaysiz. Chunki sizga baribir ketadi. Ana ular hujjatlar kerak. Masalan, yashash joyidan ro'yxatdan o'tasiz, keyin qo'lingizga ID karta beradi, INN beradi, o'sha bir xil ro'yxatdan o'tasizda, xullas. O'shalarga ham ancha vaqt ketib qoladi. Shuning uchun shuni rejalashtirib aniq qilish kerak masalan. Student kollegiga til masalasini gaplashmabmiz-da. Minimum qaysi daraja asosan qaysi sertifikatni olgan ma'qulroq? Judayam kam universitetlar bir sertifikat bilan qabul qiladi. Qabul qiladi deganimda imtihonga taklifnoma jo'natadi. Lekin o'qish problema yo'q menimcha. O'qish ham mayli, lekin shu imtihonga aytganimda 100 tadan ko'p bola kelsa, ularning ichida C1 sertifikat bilan kelayotgan bolalar ham bor-da imtihonga. Siz o'zingiz B1 sertifikatingiz bilan u bola bilan konkurensiyada bo'lasiz. O'shaning uchun unga B1 sertifikat bilan topshirishni umuman maslahat bermaymiz. Eng kami B2 dan yaxshi va B2 olib topshirsangiz sizda imkoniyatlaringiz ancha oshadi, chunki studentkaliklarni ko'p o'zi B2 dan boshlab qabul qiladi imtihonga. O'rtachasi B2, yaxshisi C1 ekanda. Shunaqa. Agar testaf bo'lsa-mi, qanaqa testaf yaxshimi yoki Goethe-mi? Qabul taklifnoma olish uchun Goethe B2 sertifikati yetarli studentkalik uchun. Testafdan 3 bo'laveradi. 3 degani shu B2 darajada. U endi imtihonlarni strukturasi ikki xil, shu bu yoqda topshirsa bo'ladi O'zbekistonda bemalol ikkita imtihonni. Strukturasi faqat sal har xil-da. Biz nima maslahat beramiz? Biz aytamizki, agar ikkalasini namunalari bor internetda, ikkita imtihonni. Shu ikkita imtihonni o'zi vaqt qo'yib topshirib ko'rsa, qaysi biriga unga osonroq berilyapti, yaxshiroq qilyapti, unga yoqyapti, shu strukturada bemalolroq yechayotgan bo'lsa, o'sha imtihon yaxshi, bu studentkalik uchun. Lekin bakalavrda biz testaf maslahat beramiz. U yoqda test, chunki Goethe-ni C1 sertifikati u yoqda C1 sertifikat hisoblanmaydi. C2 olish kerak. Testafdan 4 ta to'g'ri olsangiz ham
C1 hisoblanib, shu O'zbekistonda 1 yil o'qigan bo'lsangiz, to'g'ridan to'g'ri bakalavr boshlay olasiz. Testda ma'qulroqda ta'limga. Faqat meditsina sohadami? Yo'q. Universitetdami? Ha. Agar universitet talabi o'zi C1 bo'lsa, Aha. Goeteni C1 o'tmaydi. Men ham ko'p eshitganman. Agar talabi B2 bo'lsa, C1 o'tadi, Goeteniki. Lekin universitet talabi anaqa o'sha sifr deyishadi-yu, o'sha Yevropani birlashgan anaqasidan chiqib kelib, test DAF va 4 yaxshi. Shunaqa. Shu yerda yana bitta narsa, agar misol maktab o'quvchisi bo'ladigan bo'lsa, 10-sinf, 11-sinfdan harakat boshlaydigan bo'lsa, men o'zimga maslahat beraman ko'pchilikka C1 harakat qilish kerak. Chunki 1 yil, 1,5 yildan kamida vaqti bor. O'rtacha 1 yilda bemalol C1 olsa bo'ladi. Maktab o'quvchisi, ortiqcha bir majburiyati yo'q. Maktabga borib Bo'sh vaqti ko'proq. Bo'sh vaqti ko'p bo'lsa, C1 olish maslahat beraman. Chunki uni o'sha shuning ko'rlikka kirish paytida ham kirgandan keyin ham katta yordam beradi. Nimaga? Chunki undan nemis tili kursi olib tashladi. O'quv programmasida nemis tili kursi olib tashladi. Misol B2 bilan kiradigan bo'lsa, shuning ko'rlikka u C1 programmani o'qiydi. Shuning ko'rlik oxirida alohida C1 imtihon topshirish kerak. Demak, studentlik o'qib chiqdingmi, C1ing bo'lish kerak degan bir anova ham bor-da, majburiyati bor. Xususiyga kiradigan bo'lsa, bu moliyaviy tomondan ham katta yordam bo'ladi. Chunki menda shunaqa holat bo'lgan. C1 sertifikat bilan borganman shu xususiy studentlikka. Sertifikatimni ko'rganda, shu nemis tili kursini olib tashlab, 3000 yevroga yaqin anaqani kontrakt bilan olib tashlagan. Demak, kamroq fan o'qiysan, kamroq pul to'laysan. Ha, kamroq fan o'qiganga yarasha o'sha hozir aytganlarda ishlashga, boshqa narsaga ko'proq bo'ladi, imkoniyat bo'ladi. Stress kamroq bo'ladi. Yotoq joy masalasi qanaqa bo'ladi? Yotoq joy, agar siz davlat studentligiga kirgan bo'lsangiz, sizga hujjat davlat yotoqxonalariga hujjat topshirish imkoniyati bo'ladi. Topshirasiz. Lekin hujjat topshirdingiz degani oldingiz degani emas. O'chirib boribdi. Shunaqa ro'yxatga tushasiz. Agar o'zi 2 xil turar joylar bor-da. Shu VG deyiladi yoki bir xonali kvartiralar. VG degani shu bitta kvartira bo'ladi. Katta, u yoqda 2 tadan boshlab 10 tagacha talaba yashashi mumkin. 10 ta har bir talabaning o'zining xonasi bo'ladi. Lekin oshxona umumiy, tualet bilan hammom ham umumiy bo'ladi. Shunaqa bor. Bunga siz olishingiz imkoniyatingiz ancha baland va narxi ham ancha past. Bir xonali kvartira olaman desangiz, ancha ko'proq kutishingiz kerak va narxi ham balandroq bo'ladi. Va davlat yotoqxonasi bor va umumiy xususiy odamdan oladigan shunaqa kvartira yoki VG olishingiz mumkin. U narxlari 2-3 barobar farq qiladi. Shuning uchun agar iloji bo'lsa davlatdan olaverish kerak, chunki ancha pulingiz ekonom bo'ladi. O'rtacha qancha pul ishlatadi? Masalan, studentlik qilayotgan inson normal yashayman desa, ja qiynalamanmi, zo'r emas. Sizda qanaqa bo'lgan masalan? Shaharga qarabda endi ayrim shaharlarda, kichkina va arzon shaharlarda 800 yevroda studentlik yashasa bo'ladi, chunki hali strafovka ham unaqa katta to'lash kerak bo'lmaydi, 25 yevro bo'lib. Lekin masalan, katta shahar bo'lsa, München yoki Gamburg, Frankfurtga o'xshagan qimmat shaharlar bo'lsa, u yoqda bemalol chiqib qolishi mumkin. Yotoqqa ham bog'liqda. Masalan, ko'p narsa yotoqqa. Yotoqxona, masalan, agar yotoqxonadan xona oladigan bo'lsangiz, menda hozir 355 yevroda, Bostonda qimmatroq. Bu degani Bostonning xarajati mendan ko'proqda. Yotoqxonaga ketadi 400 yevro deylik, o'rtacha yeb-ichishingizga ketadi 200. Keyin o'sha mayda-chuyda narsalaringiz bor, xarajatlaringiz chiqib qolishi mumkin. Masalan, sim kartaga 10 yevro ketadi. Agar sport bilan shug'ullansangiz, unga bir 30 yevro. Ming ekanda. Ha? Ming. Ha, shu shaharga qarab. Lekin agar ekonom qilaman desangiz ham ekonom qilish mumkin. Undan ortiq ekonom qiling. 200 dan pastga tushira olmaysiz. Mingdan masalan 800 larga borsa bo'lsa kerak menimcha. Lekin bitta narsani e'tiborga olish kerak. Germaniyada boshida borganingizda kam pul ishlatasiz, lekin u yoqda yashab borganingizdan keyin, masalan, ko'proq 2 yil, 3 yildan keyin o'zi sizga qanaqadir xarajatlaringiz o'zidan o'zi ko'payib qoladi-da. Yo'q, nimaga aytayman, aka, men sababini. Siz borasiz-ku, 20 yevro bundan qarasa 300 mingga keldingizda, 2 yildan keyin o'sha 20 yevro 20 ku deysizda. Men xuddi shunaqa bozor, supermarketga kirardim, qarasam 3 yevro.
Bu 30 ming bo'lib ketyapti-yu. Masalan, bozor qilsam 5 yevroga bozor qilardimda. Birinchi borgan kunlarim. Endi keyin hozir bitta kirsangiz Kofeni 5 yevroga ichaman. 20 yevro ketadi-da. O'zi fikrlash yo'qniki bo'lib qoladi-da, baribir tabiiy holatda. Hozir bu yoqqa kelgandan keyin va Yandex arzon ekan. 50 ming ko'rsatsa, u 3 yevro Shunaqada. Shunda mana umumiy studentkolik mavzusi tugadik-ku mana. Umumiy bitta xulosa qilamiz. Studentkolikda yosh chegarasi Yo'q. Maktab bitirgan bo'lsa bo'ladi. maktab bitirgan bo'lsa va universitet o'qigan bo'lsa ham mayli tugatib studentkolik imkoniyatlari bor. Demak, tayyorgarlikni maktab o'quvchilari o'sha 9-10-sinfdan boshlagani ma'qulroq. Tilni bilib, o'sha yo'nalishdagi fanlarni ham o'qib, masalan, matematika bo'ladimi, fizika bo'ladimi. Shunaqa tavsiya qilib, topshirmoqchi bo'lgan universitetni ham studentkoliklarga qarash kerak. Shunaqa. Umumiy tavsiya. Ha, aytilmadi. Menimcha agar siz qaysi universitetda o'qishingizni bilsangiz agar, o'sha universitetda student kollegiga kirganingiz yaxshiroq. Afzalroq. Agar bo'lsa. Masalan, siz TU Berlinda o'qishingizni bilasiz-a, lekin Myunxenga borib o'qisangiz, u g'alati bo'ladi. Qonunlar ham har xilroqda baribir universitetdan. Yo'q, endi masalan, agar siz TU Berlinga kirmoqchi bo'lsangiz, sizda qo'shimcha anaqa yutuqlaringiz bo'ladi. Agar student kollegida o'qisangiz, TU Berlin universitetida o'qimoqchi bo'lsangiz agar. Hech bo'lmasa o'sha shaharning o'zida bo'lsa ham qilgani yaxshiroq ekan. Shunaqa. Viloyatni. Keyin ish haqida aytib o'tishim kerak. Agar kimdir endi bu ko'proq tibbiyot yo'nalishiga tegishli o'qishga kirayotganingizda bir xil yo'nalishlar bakalavrda bahoga qarab oladi, bir xillari bahoga qaramasdan oladi. Shu NC deyiladi, NC Fry yoki NC bilan. O'shanda ayrim yo'nalishlarga masalan aytaylik shu informatika yoki zo'r bo'lgan farmatsevtika yoki injeneriya sohalarida bahoga qarab oladi, yaxshi baho kerak, lekin o'sha ham 1,5-2 bo'lishi mumkin-da. 2 degani u nemis tili sistemasida bizda 4 degani. 4 baho ham, shu 4 baho ham olgani u zo'r gap deganda o'zi aslida. O'shan bilan ham 2 bahosi bilan ham kirsa bo'ladi. Lekin agar stomatologiya bilan davolash ishiga kiraman desa, ko'p universitetlarda sizni bahoyingiz 1 bo'lish kerak-da. Bu 5 degani. Bu 5, shu 5-0 bo'lish kerak-da. O'sha bilan o'tib qolsa bu shans tushib ketib qoladi. Keyin yana bitta narsaki, unaqa topshirayotganlar tibbiyot yo'nalishiga ham bonuslar ham yig'ishadi-da, C2 sertifikat bilan va testas bilan. U bonuslarni yig'ganda baho 0,1 dan -0,2, -0,3 bo'lib 0,5 gacha borishi mumkin. Siz o'zingizni bir bahoyingiz bilan 0,5 bilan aniq qilishingiz mumkin-da. Konkurensiya dahshat katta. O'shaning uchun studentkalikda agar kimdir tibbiyot yo'nalishiga kirmoqchi bo'lsa va o'zimni qoplay olaman deb o'ylayotgan bo'lsa, bu xato. Umuman o'ylabmasdan ham. Boshida bir 4 semestr shunaqa. Keyin kamida. O'zi hali bu mavzuda alohida gaplashamiz. Umuman o'zi ta'limga borganda o'zimni qoplamayman degan fikrlash bo'yicha. Mana shu narsani ham bitta oxirida qo'shimcha qilib qo'yaman. NC dedilar-ku. NC degani o'sha bir xil nimalar bor, yo'nalishlar bor, meditsina, IT, injeneriyani ba'zi bir yo'nalishlari bor. Ularda universitetga ham topshiradigan odam juda ko'p. Lekin har semestriga odam, misol uchun 1,5 mingta odam topshirsa, o'shandan 300 tasini oladi-da. O'sha hisobiga konkurensiya juda ko'p bo'ladi, bahoga qaraladi. Mana shu 0,1, 1,3, 1,7, 1,0 deydilar. Maktab baholariga qaraladimi? O'sha bahoni chiqarilishini ko'rsatmoqchiman-da. U baho qanaqa chiqariladi? Mana maktabda o'qigan attestati, maktab shahodatnomasini oladida, o'sha nemis baho sistemasiga o'giradi. Aytaylik, 1,3 chiqdi deylik, nemis baho sistemasi. Общий hammasi. Bu yoqda Feststellung Prüfungda olgan imtihon, shu oxir topshiradigan imtihonning bahosini olib, qo'shib 2 ga bo'ladi. Ana o'sha holatda chiqadi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, mana shu maktab o'quvchisi aytdiki, til o'qish kerak. O'sha o'qiydigan fanlarini yaxshilab borish kerak. Undan tashqari attestat shahodatnomani bahosini yaxshilash kerak. Faqat 5 qilinglar-da, yuqoriroq sohada o'qimoqchi bo'lsanglar. Nima bo'lsa ham, zo'r universitetda, zo'r yo'nalishda o'qimoqchi bo'lsanglar, maktab bahosi men aytaman, kim so'rab kelganlarga, universitetga kirmasligini 50% hal qiladi. Mana shu narsa bor. Menda shunaqa holat bo'lgan, meniki 1,6 chiqqan, shu hammasini qo'shganda 1,6 chiqqanda, shu RVTXni informatika yo'nalishiga topshirganman. Chiqurmagan javob telefon qilganda keyin so'raganman, nima bo'lyapti desam,
xuddi sanga o'xshagan O'zbekistondan bitta bola kelib qolgan, topshirgan dokument, uniki brutor, kechirasan, uni oldik degan. 0.2 hal qilib qo'ygan. Meniki 1.6, uniki brutor bo'lgan. O'shaning uchun shu maktab bahosiga qattiq qarash kerak. Topdingizmi keyin o'zbekistonlik bola? Больницада yotibdi. Uni qaytib hech kim ko'rmadi deydi. Xo'p, student kollek mavzusi menimcha tugadi. Ko'rgan odam aniq tushunchaga ega bo'ladi-da, nima, qanaqa, qanday bo'ladi. Sekin bakalavrga kelsak. Nima deysizlar? Tabiiy aka, bakalavr mayli sizdan boshlaymiz, keyin bosqichga o'tamiz. Ko'p gapirasiz. Bakalavr o'zi qanaqa bosqich, o'zi qanday ta'limlar berilyapti, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, qanday topshirgansiz, fanlar bir qisqacha aytib bersangiz, umumiy bir fraza bo'lish uchun. Xo'p, student kollek bitirdim. Student kollekni yaxshi baholarda bitirdim. Keyin universitetga kirdim. O'sha TU Berlinga qabul qilishdi. Bahoyim masalan, maktab baholarim hammasi 5 bo'lgan, bitta 4 bo'lgan. Keyin men bular aytganlaridek, student kollek bilan qo'shganda 1.9 chiqqan. Lekin Wirtschaft Ingenieurwesenniki 2.7 mi shunaqa edi. Lekin hozirgi kunda u hozir 1.5 mi, 1.6 mi shunaqa. Xullas universitetga kirdim. Universitetda o'qish paytida birinchi semestrlari juda ham qiyin bo'ladi desa bo'ladi, chunki matematikadan o'sha analina degan fanlar bor, keyin fizika bor. Ular student kollekda butun o'qigan narsangizni birinchi haftasida o'tib qo'ya qoladi-da universitetda. Shunaqa, ana oshirmasdan aytaman, 1-2 haftami deylik, siz uje yangi narsalar paydo bo'lish boshlaydi. Keyin TU Berlinda o'zi anaqalar bor. Imtihonga kirishingiz uchun siz uyga vazifalarni har hafta topshirib borishingiz kerak. Shu uyga vazifalarni umumiy hisobda 70% dan o'tsangiz, bitta fanni oladigan bo'lsangiz, matematikadan har hafta uyga vazifa topshirasiz, shundan 70% dan o'tishingiz kerak. Keyin imtihonga kirasiz. Keyin imtihonga sizga ruxsat beradi, imtihonga kirishingizga. Keyin shuna qilib imtihon topshirasiz. Birinchi semestrda bo'lganingizda yaxshi siz imkoniyatingiz bor. Agar imtihondan o'ta olmasangiz, o'sha topshirgan Ferzux deydi, o'sha sizning imkoniyatingiz hisobga olinmaydi. Lekin siz bitta fanni 2 marta topshira olmasangiz, 3-chisida uje professor siz bilan birga bir gaplashadi. Xullas, keyin agar o'sha chaqiradi oldiga Professor oldiga kirding degan 80% ha, qiladi degan. Sizni keyin og'zaki savol javob qiladi. Lekin o'sha og'zakidan o'tsangiz, o'qishingizni davom ettirishingiz mumkin. Endi qiyin joyini aytib ketaman. Sizda teskarisida shu bir aytib ketadi. Bizga professor olib keldik degani o'tdik. Hozir yangilik bo'ldi, rostdan professor chaqiradi deganingiz. Ha, yo endi o'zingiz o'sha imtihon o'sha 3-chi anaqasi, 3-chi imkoniyatdan foydalanishingiz bu o'sha og'zaki imtihon. Yuzma-yuz suhbat. Ha. Agar undan ham o'ta olmasangiz, haydaydi anaqadan universitetdan haydaydi и butun Germaniya bo'yicha o'sha yo'nalishga boshqa universitetga kira olmaysiz. Shu yo'nalishda o'sha fan bo'lgan, o'sha masalan aytaylik, matematika fani bor. O'sha matematikadan o'ta olmadingiz, agar matematika bor yo'nalishda o'qiy olmaysiz. O'sha yo'nalish emas, o'sha fan bo'lgan yo'nalishda hech qaysida o'qiy olmaysiz. Jismoniy tarbiya bo'ladi. Tushundingizmi? Qancha imkoniyat beriladi? 1 yil beriladimi? Hech bo'lmasa masalan qancha Yo'q, siz agar xohishingiz u. aytaylik, birinchi marta topshira olmadingiz, qaradingiz, qiyinroq ekan, keyin xohlasangiz 2 yildan keyin ham topshirib ko'rishingiz mumkin. Shunday deydi, masalan. Lekin endi u ayrimlar, masalan, ayrim paytlar shunaqa bo'ladiki, siz o'ylaysiz, yaxshi o'qidim-ku deysizda, o'zingizga shunaqa tuyuladi. Keyin borib topshirasizda, lekin haqiqat boshqacha bo'ladi. Shunaqa. Keyin shuni o'qishni qiyin tomonlari, siz har doim o'sha dars qilib yurishingiz kerak. Masalan, semestr davomida o'qib yurishingiz kerak. Masalan, oxiriga qolganda ishlab olay, hozir oxiriga qolganda ozgina o'qib topshirib yuboraman desangiz bo'lmaydi. Shu tomonlari bor. Men keyin ish masalasida ham o'qish davomida agar siz o'zingizni sohangizda ishlamoqchi bo'lsangiz, o'sha birinchi kursdan keyin, o'sha ikkinchi, uchinchi semestrlardan keyin
ish qidirishni boshlasangiz bo'ladi. Men adashmasam ikkinchi semestrdan keyin ishga kirganman. O'sha finans menejeri yordamchisi bo'lib Hozir ishga ishlaysiz kirganman. sohangizda. Ha. Yordamchisi bo'lib ishga kirganman. Shu ish paytida menga shu mayda-chuyda ishlarni berardi. Shu qilib pul ishlab yurganman xullas. Verk student degan Verk tushuncha student bor-da, deyiladi. o'tda. Ha. Mana bizada hozir endi bu narsa kelsak yo'lga tushyapti. Oldin korzinkada ham ishlab bo'lmasdi-ku student. Ha, 3-kurs bo'lsa hozir ishlasa bo'ladi. Hozir mana korzinka anaqa bo'lyapti. O'tda shunaqa narsa yo'lga qo'yilgan. Shu o'zingiz sohangiz bo'yicha как stajyor bo'lib, haftasiga 16 soatdan 20 soatgacha ishlashingiz mumkin. Bu zo'r narsa. Ham pul ham topasiz, ham o'qib ham qilasiz. Universitetingiz bitgunicha siz уже tayyor kadr bo'lib chiqasiz. Sizda top universitetda diplomi bor, qo'shimchasiga 3 yil, 2 yillik o'qitingiz ham bor-da. Germaniyani shu tomoni ham bor-da. Siz agar zo'r universitetda o'qisangiz, xohlasangiz BMW ga kirib, verk student bo'lib ishlasangiz bo'ladi. Siz agar yaxshi ishlasangiz, o'sha o'qish mobaynida yaxshi Ko'rsatsangiz, o'zingizni yaxshi ko'rsatsangiz, sizni olib qolishi mumkin ishga. qanday topshiraman men u joyga? Shu oddiy LinkedIn ga kirasiz. Ishlar qo'yiladigan. Qo'yiladi. Portal. Bewerbung deyiladi. O'sha yozib motivation kerak. 3-semestrdan keyin dedingizmi? Xohlasangiz birinchi semestrdan keyin ham farqi topshirsa universitetga bo'ladi. kirdingizmi, topshirsangiz bo'ladi. Topshirsangiz bo'ladi. O'zingizga bog'liq. O'zizga bog'liq. Endi asosan shu 2-3 semestrni tugatgandan keyin asosiy boshlang'ich fanlarni yopgandan keyin ishga olishadi. O'sha ajoyib. Shu Ko'chada dastavka qilmasdan ham bosh shu shaqsi ishlasa ham bo'lar ekan. bo'ladi. Faqat shu nima tomoni bor, siz yaxshilab harakat qilish kerak. Ish topish, birinchi ish topish qiyin bo'ladi, lekin taslim bo'lmasdan har kuni jo'natirish kerak. Shu joyni aytmoqchi edimda, shu 20 talab, 50 talab joyga topshirsa ham har kuni ertalab turib birinchi qiladigan ishim shu ishlarni jo'natish edi. 10 tasini jo'natardim, shu bir 2 oyladami topganman. Birinchi ishim. O'rtacha 1 oy ketardi. Germaniya borganda bir sinab ko'rsanglar bo'ladi. Lekin masalan jo'natib olib hech kim javob bermayapti-yu, deb o'tirmaslik kerak. Bir 100 tani jo'natasiz. Majbur emas-da ular sizga javob berishga, to'g'rimi? Masalan 100 ta jo'natasiz, 10 tasi javob bersin. 6 tasi aytaylik intervyuga chaqiradi. 6 tadan 3 tasidan ikkinchi bosqichga o'tasiz. Siz bilan 2 marta, 3 marta gaplashishadi-da. Sohasiga qarab endi. Ha, masalan, endi oddiy dastavkaga bo'lsa, sizni onlayn telefonda kelaverdiydi. Lekin agar bir yaxshi kompaniyaga kirmoqchi bo'lsangiz, siz bilan o'sha sizga ish beradigan odam, masalan, ikkalamiz birga ishlaydigan bo'lsak, bu odam men bilan gaplashadi-da. Shuni qo'lida ishlaydigan bo'lsam, Xullas men o'ylayman, mana aqliy salohiyat foydalanadigan joyda baribir saralash ko'proq bo'ladi-da. Bu tabiiy holat-da. Masalan, buni bu yerga olib turgandagi farqi bor-da, u qo'l mehnat bilan aqliy mehnat. Agar siz qanaqadir qo'shimcha anaqalaringiz bo'lsa, qobiliyatlaringizmi, nima deydi, bir narsani yaxshi qilishni bilsangiz yoki qanaqadir programmalarni ishlatishni bilsangiz, masalan CAD degan narsa bor yoki montaj qilishni bilsangiz yoki oddiy Excel shunaqa narsalarni yaxshi bilsangiz, ishga kirib ketishingiz oson bo'ladi. Baribir shu insonni o'zidagi ko'nikmalarga borib taqab qolaveradi. Doim har qanday joyda ham-da, O'zbekiston, Germaniya. Keyin zo'r imkoniyat bor, mana studentlarga ish topish, 10 ta 20 ta joyda o'ttirdik. Men o'zim shu narsadan foydalanganman. Har semestr job messe degan narsa bilan eshitgan bo'lsanglar, ya'ni ko'rgazma bo'ladi. Katta bitta qanaqadir inshoot arendaga olishadi. Menimcha deyarli hamma shaharda bo'ladi, katta shaharda albatta bo'ladi bu narsa. Har semestrda hamma ish beruvchilar keladi o'tga. Shuning uchun kirsangiz bir 300 ta ish beruvchi stend qo'ygan turgan bo'ladi. O'zini firmasini prezentatsiya qilib. Dokumentlaringizni tayyorlab qo'lingizda olib borasiz, o'zingizni tanishtirasiz, ya'ni o'zingizni sotishingiz kerak degan. Men yorib o'rganman, biz o'rganman degan narsalar bilan. Lekin shu 1 kun, 2 kun aylanasiz, 10 ta 20 ta CV tarqatasiz. Shu yerda sizda uni zo'r joyi nima? Mana hozir aytayotdilar. Berbung tayyorlab, yozib, uni jo'natasizda kutib o'tirasiz. Birdan bo'lib ketadimi? O'tda premyo suhbat qilib olish imkoniyati bor. O'tda HR bo'ladi yoki u xo'jayinning o'zi bo'ladi. Xullas, u ham xodim topishga borganda, yo'q. Unga ham xodim kerak. Student xodim kerak. Borasiz, premyo berasiz, qiziqtirasiz, suhbat bo'lib ketar, bo'ldi, keyin gaplashamiz deydi. 2-3 ta etapni o'tib ketsa bo'ladi. Zo'r joy bor. Men o'zim
shu IT sohasiga kirganda ish shunaqa topganman. 2 kun yurganman, eng zo'ri yeb icharam berishadi. Hamma narsa bor. Kirasiz, ertadan kechgacha CV tarqatib yurasiz. Hech bo'lmaganda qora to'q chiqargan. Qora to'q, daftar kitoblarni olib, shunday bilan chiqib ketasiz. Zo'r joy bor. Bositxon aka, sizga qanaqa bo'lyapti? Menimcha sizlarda unaqa ishga hojat yo'q, chunki Vaqtdan Hojat yo'liga aniq menimcha. Aytayotganim, bizada tibbiyot yo'nalishida o'zi umumiy qilib olganda bakalavr yo'nalishlari bor Germaniyada. Keyin shtat ekzamen degan bor-da. Bu yoqda shu to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsa, shu davlat imtihoni deyiladi. Shu stomatologiya, davolash ishi, yurisprudensiya, farmatsevtika, ya'ni bir ikkita sohalarda shu davlatni o'zi imtihon oladi. Bir necha marta shu butun o'qish davomida. Masalan, bakalavr yo'nalishida universitetda o'zi standart qo'yib, o'zi olsa imtihonni, bunaqa yo'nalishlarda davlat standart qo'yib, endi o'zini professorlari oladi, to'g'ri. Lekin o'sha standartga to'g'ri kelish kerak. Universitetda ichki imtihondan ko'ra qiyinroq bo'ladi. O'shanisi bor. Meditsinada ham shunaqa, davolashda ham 3 ta imtihon bo'ladi. 2-kursdan keyin oxirida 4-5-kursdan keyin oxirida bitiruv bo'ladi. Umumiy qilib olganda shu preklinitskiy yoki doklinitskiy etap deyiladi, keyin klinitskiy etap, keyin pilot deyiladi. Shu oxirgi yilda faqat praktika bo'ladi. Hozir menda shu doklinitskiy etapni o'tdim, shu davlat imtihoni bilan, Xudoga shukr yaxshi o'tib oldim, zo'r o'tib oldim. Endi shu klinitskiy etap boshlanyapti. O'qishda tibbiyot yo'nalishida ko'pincha fanlar qilib o'tilinadi, shu anatomiya, biokimiya, fiziologiya. Ayrim yo'nalishlar, ayrim universitetlarda model studiengang deyiladi. U yoqda fan qilib o'tilinmasdan, u yoqda organ sifatida o'tilinadi. Masalan, aytaylik, bu semestr o'pkani o'tamiz, yurakni o'tamiz, terisini o'tamiz, keyin miyani o'tamiz deydi. O'sha butun organlarni hamma narsasini o'rganib ketadi. Shu biokimiyasidan boshlab fiziologiya, anatomiya hammasini o'tilinadi. Shunaqa ayrim shu davlat imtihonidan oldin ishlash bu xato, chunki bahoyis oxirida bakalavr shu meditsina yo'nalishini bitirganingizda baho beriladi. O'sha yo'nalishi bahoni asosiy qismi shu davlat imtihonlarining bahosidan kelib chiqadi. O'sha baholarda shu bahoni yaxshi olish uchun o'sha imtihonlardan zo'r o'tishingiz kerak. O'shaning uchun o'sha imtihonga ozgincha qolganda yoki o'sha semestrda shu imtihon bo'lsa, ishlamagan yaxshi. Lekin ishlasa bo'ladi. Men o'zim ishlaganman. Birinchi semestrdan ishlaganman. Keyin orada ishimni o'zgartirganman. Bemalol ishlab o'qisa bo'ladi, tibbiyot yo'nalishi bo'lsa ham. Faqat shu qarash kerak, o'zi qanchalik ulguryapti hammasiga, o'zini qanchalik yaxshi his qilyapti, shu anaqa bo'ladi. O'zini kontrol qilish uchun testlar bo'ladi, o'shalarni yechib ko'rsa bo'ladi. Bu tomonga berilib ketsa ham, masalan, imtihondan o'ta olmasa, u ko'p narsadan ayrilib ketadi. Iloji ham yo'q. 20 soatdan oshiq ishlamaydi baribir, lekin biz o'zbeklar baribir 20 soatni o'zi ham manaqa meditsina, IT sohalarida ancha-muncha farq qilib qo'yadi-da. Siz 2-3 leksiyaga bora olmaysiz, ishda o'qib qolasiz, madar bo'ladi. O'zi men masalan hozir endi O'zbekistonda sayt bo'lmayapti. Men Germaniyaga borsam ham, bularda shu minut-minutgacha reja bo'lish shart-da Germaniyada. Har yakshanba o'tirib kelgan haftani plan qilishingiz shart. Zo'r. Keyin mana hozir imtihon 2 marta topshiradi, anaqa degan joy bor. Shunga ham ozgina tashkiliy masalasi bor, shuni ham qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Aufenthaltstitel cho'zishi. Student bo'lib borgan odamda, talaba statusidagi odamda 100% vizasini cho'zilishi uni qotgan natijalariga bog'liq bo'ladi. Ya'ni borib olib, keldim bo'l, ishni bos, anaqa qila olmaydi yoki vaqtim bor ekan-ku, bemalol bu semestr bo'lmasa, 3-4 semestrga topshiraman degan narsa bilan bemalolgarchilikka borib qola olmaydi, chunki viza 1 yilga berilgan bo'ladi. Uzoq 2 yilga beriladi studentga. Lekin 2 yilga bergandan keyin o'sha cho'zilgan payt kelganda, borganda o'shanga yarasha so'rab olishadi undan. Sen 2 yilda shuncha fan o'qigansan, taxminan shuncha punkt yig'ishing kerak edi. Qani bu narsa degan narsa bilan so'rab olishadi. Keyin yana qo'shimcha qilish kerak, masalan,
o'sha nima demoqchi edim? Yo, Imtihon. menda masalan 3 yilga bergan. Viza. Ha, bo'ldi, esladim nima demoqchiligimni. Siz o'sha Aufenthaltstitel cho'zdirayotganingizda bloklangan hisob raqamni masalan student kollegdan keyin yana bir marta qo'yishingiz shart emas. Ayrim hamma joyda ham emas, lekin ayrim shaharlarda so'raydi. Lekin Berlinda masalan men faqat shu anonim olib borganman, doimiy ishlatadigan hisob raqamidagi aylanmalarni olib borganman, chiqarib o'zlari keyin shu 3 yilga cho'zib bergan. Sizda ham shunaqa bo'lgan? Manda shu 3,5-4 yilga adashmasam cho'zib. Chunki savol bor-da, mana rostdan zo'r savol. Studentkolik tugatdim, bakalavr kirib yana bir o'qishga qo'yamanmi, yo'qmi degan. Yo'q-da, Ishi shu bo'lsa, masalan agar ishi ishlasangiz shart emas. Yoki agar ishlamasangiz ham Aylanmani o'rtog'ingizdan pul olib, oddiy hisobingizga qo'yib turib, keyin olib borsangiz agar, keyin qaytarib bersangiz bo'ladi. Demak, aksar hollarda birinchi borayotgandagi blok счет qo'yilar ekanda. Eng muhimi shu boshida 12,5 mingni qo'yib olish. Uni zo'r yo'li 12,5 mingni yechib, har oy mingdan tashlab beradi-ku, agar ish topib oladigan bo'lsangiz, har oy ming tashlab beradi. 12,5 mingni yechib turib, keyin ota-onangiz uydan yana qaytib sizga o'sha pulni chiqarsa bo'ladi. Siz hujjatga olib borasiz, mana men har oy uyimdan shuncha pul olaman. Ishlamasangiz agar misol uchun blok счет qo'yishim shart emas, men har oy shuncha pul olaman deb olib borib cho'zdirgan holatlar ham bo'lgan. O'zi shu ota-ona anaqa ishlashi ham shart emas. Agar kartasiga qattandir farqi yo'q pul tushib turgan bo'lsa va shu minusga kirib ketmayotgan bo'lsa, shu bir xil to'lovlar o'zi avtomatik yechib oladi-da. O'sha to'lovlar cho'zilib ketmasdan vaqtida hammasi yetayotgan bo'lsa, bo'ldi, cho'zib yuboradi. Ko'p shaharlarda, ayrimlarda qattiq qarashi mumkin, to'g'ri. Universitetga kirishda faqat shu baholar, bu suhbat qanaqadir motivatsion anonlar yo'qmi? Faqat men shu abitur noti dedilar, masalan maktabdan olgan baholaringiz va student kollegi oxirida chiqqan bahoyingiz ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lasiz. Shu sizni universitetga kirish uchun bahoyingiz. Ya'ni ko'pchilik debda zo'r savol qiziqtiryapti hozir. Mana shu savol berarmikan deydi o'sha vaqt. Universitetda o'qib turgan bolalarniki nima bo'ladi? Men ko'pchilik ham qiladi, masalan, hamma ham shunday kollek qilmaydi. Nima qiladi? Ha. 1 yil o'qidi yoki 2 yil o'qidi, Germaniyaga borib o'qimoqchi, noldan. Unda qanaqa hisoblanadi? Unda shu maktab bahosi olinadi. Hozir oxirgi 6 yil baholar muhim bo'lyapti. Oldin men topshirgan vaqtda 10 va 11 sinf bahosi olinardi faqatgina. 5-sinf, 6-sinfga ham qaytadi men. Shahodatnomani shundan chiqarishyapti. Shunaqa. Endi hozir siz o'zingizni bahoyingizni 6-sinfdan boshlab qarashingiz kerak, zo'r bo'lishi kerak. 6-sinfdan Germaniyada o'qimoqchi bo'lganlar. Direktor bilan yaxshi bo'lish kerak. Va shu maktab bahosi va birinchi, ikkinchi kursda baho, agar bir kurs o'qisa o'zi yetarli aslida. Birinchi kurs bahosi, zachotdagi baho. U olinadi, 2 ga bo'lib shu baho chiqadi. Shu faqatgina stomatologiya va meditsinada qo'shimcha bonus olishga ko'pincha kerak bo'ladi. Shu test as orqali baholash bahosini yaxshilab beradi yoki C2 sertifikat kerak bo'ladi. C2 sertifikatda endi siz studentkolik FSP-sini nemis tilidan zo'r bitirsangiz, u C2 degani yoki unaqa FSP ga qatnashmayman deb alohida sertifikat topshirishingiz ham bo'ladi. Xullas, mana hozir men savolim, mana student kolleksiz universitetga kiradiganlar toifasidan aytmoqchiman-da. Chunki ko'pchilikda bor fikr. Mendan ham so'raydi, O'zbekiston universitetiga kirib olsam, 1 yil 2 yil o'qisam-da, keyin topshirsam deydi. Demak, o'sha 1 yil 2 yil davomida ham baribir u bahosiga qarash kerak-da. Shunaqa. Bahosiga qaraydi. Eng kami 1 yil o'qiydi, eng kamida C1 sertifikat. Keyin yana bitta narsa, topshirmoqchi bo'lgan yo'nalishida o'qish kerak. Topshirmoqchi bo'lgan, shu Germaniyada o'qimoqchi bo'lgan yo'nalishida davlat universitetida o'qish kerak, xususiy. Masalan, men matematikada o'qib borib, hozir masalan sharitiga topshiraman desam bo'lmaydi. Meditsinaga yo'q. Test deyapti, boyadan beri 3-chi marta eshitishim. U nimaga kerak, u qanday topshiriladi, kimlarga kerak? Agar shu bola meditsina yo'nalishida yoki stomatologiya yo'nalishiga bormoqchi bo'lsa, kirmoqchi bo'lsa, faqatgina o'sha bolalarga tegishli. Qolgan hamma yo'nalishlarga unchalik foyda bermaydi va shart emas. Bu yoqda shu ko'proq logika bo'ladi, logika, matematika, fanga asoslangan logika bo'ladi. Ya'ni prosta IQ test emasda. Shunaqa. O'sha matematika, fizika fanlariga asoslangan logistika savollar bo'ladi. Amerikanikiga. SAT ga o'xshamaydi, chunki SAT bu FSP. SAT bu FSP, menga tushuntirib berishganda. Studentkolikka bitiruv imtihoni bu o'sha SAT bilan bir xil. Bu test as bu boshqaroq narsa. Bu undan ham ko'proq narsani qamrab oladigan narsa desa bo'ladi. Muhim sohalarga kirish uchun baribir qanaqadir bir yana bitta bosqich qo'yilgan. Shunaqa. Bu imtihon bola
o'sha o'quvchi yoki talaba abstrakt narsalarni tasavvur qila oladi. Ertaga diagrammalar bilan, u katta nima deydi, atamalar bilan, nimalar bilan ishlay oladi. Bitta filtr bosqichi ekan bundoq qarasa. Bonus beradi. Top Lekin- universitetlarda yana hammasida bor. Majburiy emas ko'pincha, lekin faqatgina plus beradi. Keyin yana bitta narsa aytmoqchi edim. Agar siz boshqa aytdiki, student kollekga ketishni maslahat beramiz dedi. Agar lekin siz hozir O'zbekistonda davlat universitetida o'qiyotgan bo'lsangiz, birinchi kursni bitirgan bo'lsangiz, to'g'ridan to'g'ri universitetga topshirishingiz mumkin. Siz student kollek qilishingiz shart emas. Shunaqa imkoniyati ham bor. Bu ham Shuni savolni bermoqchi edim. juda ham yomon yo'l emas. Agar siz o'sha universitetda o'qitiladigan fanlarni yaxshi bilsangiz, borib sekin o'zingiz eplab ketsangiz bo'ladi. Menimcha bu yosh nuqtai nazardan filtr qilinadigan narsa bo'lsa kerak-da. Masalan 20 yoshgacha bolalar bo'lsa, men student kollek tavsiya qilgan bo'laman, balki 21 yoshda. Lekin masalan 24 yosh, 25 yosh universitetda o'qiyman degan bolalar endi vaqtim yo'q deydi-ku. Lekin agar siz to'g'ridan to'g'ri topshirmoqchi bo'lsangiz, nemis tilini siz uje masalan aytaylik test daf bo'ladigan bo'lsa, hammasidan 4 olishingiz kerak. Lekin agar meditsina bo'lsa 5 menimcha. 5lik ham majburiyatli bor, shu C2 bilan qabul qiladigan universitetlar. 4 ta 5. Shunaqa. Yana bitta savol, mana u ham hammaga qiziq. Ausbilding qilishga ketadi bizlar bolalar ko'pchilik yoki xullas Ausbilding bitta yaxshi variantda Germaniyaga borib olish uchun. Ausbilding tugatib bakalavr kirsa bo'ladimi? Ko'p Bundeslandlarda unaqa qilish mumkin emas. Faqatgina ayrimlardagina shunaqa qilish mumkin. Masalan, Berlinga siz borib, Berlinni firmasida yoki kompaniyasida Ausbilding qilib, Berlin universitetiga kiramansiz, bu bo'ladi. Bu muammosiz. Lekin boshqa ko'plab Bundeslandlarda bunga ruxsat berilmaydi. Bu shu 12-yil deb tan olinmaydi. Shu boshqatdan siz studentkalik qilishingiz kerak bo'ladi yoki shu Germaniyada tan olingan любой davlatdagi 1 yilni o'qib berishingiz kerak bo'ladi universitetda. Bu istisno holatda qanday bilsa bo'ladi, masalan, mumkin yoki mumkin emasligini? O'zi o'sha masalan agar meditsinaga siz sharitaga kirmoqchi bo'lsangiz, student kollek qilmadingiz deylik, lekin siz qanaqadir Ausbilding tugatganman. O'sha Ausbildingni har xil yo'nalishlari bor. O'sha yozib qo'yilgan bo'ladi. Sharitani o'sha veb-saytiga kirsangiz, qaysi Ausbildingdan keyin siz universitetga o'qiy olasiz, shu yozib qo'yilgan bo'ladi. Boshqa yo'nalishlarda ham bitirib turib Ausbildingni bakalavrda o'qishingiz mumkin. Masalan, aytaylik, IT sohasini bitirdingiz, undan keyin o'sha IT bo'yicha bakalavrda o'qishingiz mumkin. Yoki Sanfach artsmidi? Tish doktori degan bor. O'shani bitirsangiz ham stomatologiyada o'qishingiz mumkin. U ham menimcha universitetda o'zida qolgan narsa-da. Berlinda bo'ladi. Umumiy qoida emas, universitet o'zi hal qiladi-da buni. Shunaqa. Shunaqa joyi bor. Lekin Berlindan tashqari yana qaysidir shaharlarda siz agar Ausbilding bitirganingizdan keyin agar meditsinada o'qimoqchi bo'lsangiz, bir 2 yilmi ishlab berishingiz kerak adashmasam. Shunaqa talablari ham bor. Demak, universitet saytidan Topsa bo'ladi. Agar Topsa bo'ladi. bu informatsiya yo'q bo'lsa, har doim chet ellik talabalar uchun yordam sifatida telefon nomeram va email adresam Yozish kerak. qoldiradi. Shunga kirib ingliz tilida ham, nemis tilida ham yozsa bo'ladi. Tarjima qilib, o'zbek tilida yozib tarjima qilib ham jo'natib yuborsa bo'ladi. demak Javob berishadi 2-3 kun. bitta zo'r maslahat. Mana universitet tanlamoqchimi? Universitetda emailga yozib o'zini qiziqtirgan savoli, men Ausbilding tugatib kirsam bo'ladimi yo student kollegim qanaqa bo'ladi? U bu hamma savolni berib, Birinchi Googledan qarab olish kerak-da. aniq Oddiy qilib, savol bersiz. endi masalanda Link kerak, oddiy savol bersa, link tashlab yuborasiz. Ashtam o'qib oldik. bayli baribir kelar ekan-ku. Yaxshilab qidirib keyin savol berish kerak. Ayrimlar bor, oddiy ma'lumot bering deb yozadi. Yo, endi javonda emas-ku. Masalan, shunaqa deyman. Mana Ausbilding tugatib sizlar universitetda o'qiy olmayman, mana shu narsa tugatganman desa, bo'ladi. Bu savolni berib chunki ko'pchilikda nima borda, holat qanaqaki, Ausbildingga ketish uchun masalan blokshot kerak emas. Ko'pchilikda ham ana blokshot qo'yish imkoniyati bemalol emas-da. Ausbildingga boraman deydi, borib turib ishlab, ozgina pul yig'ib, Keyin qilsa yoki o'sha yerda ish topib turib, keyin bu yoqqa o'tib olsam bo'ladimi degan savol bo'ladi. mumkin. Ausbilding tugatib, umuman bakalavr qilishda yana to'sin tarafi shu yo'nalishda ishlash imkoniyati paydo bo'lar ekanda. Siz qiziq joyi Ausbilding tugatdingiz, bitta bolani taniyman, IT da Ausbilding bitirgan, hozir IT bo'yicha TU Berlinda o'qiydi, lekin KPMG da
ishlaydi. Oh. U degani juda ham zo'r kompaniyada u. Sizni Ausbildung bitirib, agar bakalavr o'qimoqchi bo'lsangiz, verk student bo'lib ishlash uchun imkoniyatingiz 2,5 oyligi ham bor. Ha, endi Minimumda. ha, zo'rda, shunaqa imkoniyatlar ham bor. Agar siz blokshot qo'yishga qiynalsangiz, o'zingiz kelajakda o'qimoqchi bo'lgan yo'nalishingizda bakalavr qilib, birinchi Ausbildung qilib, keyin bakalavrga topshirsangiz bo'ladi. Zo'r. Bitta savol kelyapti, boya ingliz tili, nemis tili dedingiz-ku, mana. Ana shu savol ham juda ham ko'p-da. Men ingliz tilida o'qisam bo'ladimi? IELTSim 7,5, 6,5 degan masala mana. Umumiy nima o'zi shu jarayonda aytib ketingizlar. Xo'p, ingliz tilida o'qisa nima bo'ladi, nemis tilida o'qisa nima bo'ladi? Qisqacharoq aytsangizlar. Studentkalikka faqatgina nemis tili. Faqatgina. Iloji yo'q. Xususiy bo'ladimi, davlatnikimi? Kamida B2 sertifikat. Xo'p, agar studentkalikdan keyin o'sha farqi yo'q. O'sha ingliz tilisi ham bo'ladi ichida, agar kerakli bo'lsa, nemis tilisi ham bo'ladi. Agar O'zbekistonda 1 yil o'qib yoki 2 yil farqi yo'q, o'qib bakalavr to'g'ridan to'g'ri boshlamoqchi bo'lsa, Germaniyada ingliz tilida ham o'qiy oladi, nemis tilida ham o'qiy oladi. Faqat ayrimgina universitetlarni ayrim yo'nalishlarigina ingliz tilida. Ko'p yo'nalishlar va ko'p universitetlarda o'zi faqatgina yo'nalishi nemis tilida. Biz hozir tekin o'qish haqida gaplashyapmiz. Shunaqa, davlatda universitetlar haqida gaplashyapmiz, tekin. U yoqqa talablar ingliz tilidan kamida B2, u degani shu 6,5. Juda ham kamlari 5-6 bilan qabul qilish mumkin. Nemis tilidan kamida endi ayrim juda ham kam yo'nalishlar B2 bor, lekin juda ham ko'pi C1 kamida. Shunaqa. Ingliz tili bilan o'qish imkoniyati bor. Oldin aytganda faqat bitta Yashash imkoniyati yo'q demadingiz. Yo'q, bitta yo'li bu yerda 1 yil universitet o'qish kerak. Ya'ni borib turib studentko'rlik qilish varianti chiqib ketadi. Yo, men bunday savol beraman-da. O'qish imkoniyati bor, yashash imkoniyati yo'q deyman-da. To'g'ri, sohasiga qaraydi. Agar siz yaxshi shaharda bo'lsangiz, Berlinda bo'lsangiz, aytaylik, siz qanaqadir startaplarga kirsangiz, ular ingliz tilida ham ish taklif qilaveradi. Agar siz o'sha sohangizni yaxshi bilsangiz. Lekin bir tutkada yashasangiz, baribir bor-ku. Ommadan nemis tilida Germaniyada yurgan insonni ingliz tilidan yursa ham bo'ladi degan hech eshitmadim-da shu paytgacha. Qiyin, lekin bor shunaqa odamlar ham lekin, bor, qiyin. Dostavkadan narsa zakaz qilsangiz tanishib olasiz. Ali. Endi mana zo'r savol. Qarang, mana o'zingiz ochib berdingiz-da. Jamshidxon akani Buyuk Britaniyadagi ko'rsatuv chiqdi. Ha. Bilasizlar, Ha, ko'rdik. Ko'rgansiz. Qanaqa solishtirib bera olasiz uni? Mana aytay, shu juda ham muhim narsa, juda ham muhim savol. Biz ham ko'p takrorlaymiz bu narsani. Ko'pchilik odamlar o'sha ingliz tilida o'qiyman deb maktabni bitirib, to'g'ridan to'g'ri privatniy universitetga topshirishadi, xususiy universitetga topshirishadi. Lekin uni kontrakti bor, 6,000 1 yilga bo'lsa, aytaylik, siz lekin yashashingiz bor, uni ishlashingiz kerak. U aldanib qolish kerak emasda, siz ham ishlab, faqat butun umringiz ishlab kontrakt to'lashga ketadi. O'qishga vaqtingiz ham bo'lmaydi, lekin talab emas. Ha, u yoqda o'qishni o'zi yo'q. Privatda yo'q-a? xususiy universitetlar o'qitmaydi. Viza berar ekanda faqat. Ha, Shunaqa. siz faqat viza beradi, bir aylanib kelgin deydi. shu. Lekin bitirgandan keyin ham normal joyga ishga olmaysiz. ishga olmaydi siz. Privat bitirgandan keyin. Shuning uchun aniq e'tibor berish kerak. 1 yil vaqt ketkazib bo'lsa ham nemis tilini o'rganish kerak yoki bo'lmasam O'zbekistonda 1 yil o'qib turib, o'sha C1 olib to'g'ridan to'g'ri topshirish kerak. Davlat universitetlariga. Davlat universitetida o'qisangiz, sizda yaxshi imkoniyatlar bor Germaniyada. Hayotingizni o'zgartirsangiz bo'ladi, qanaqadir darajada. Mana qarang, davlat universitetlarida o'qiydigan studentlarning hayoti ham men Buyuk Britaniyadagiga o'xshamagan deyman-da. Unaqa emas. Unaqa emas-da. Masalan, Mana ko'pchilikda yo'q, savol ham bor-da. Mana sizlar haqiqatan 3 yildan beri shu o'qib kelyapsizlar-ku. Men ko'rdim-da, Germaniyada unaqa emas degan taassurot uyg'ondi-da. Farqi ular gapiz bo'lib qo'ydim. Ular mana hozir ko'rsatuvdan chiqqan odamlar ham bizaga bularga o'xshab normal o'qib yurgan odamni son mingta Angliyada. Faqat u ko'rsatuvda faqat bu yoq tomoni ko'rsatiladi-da. Ya'ni o'rtagina biznes qilishgan, o'sha borasan, viza olasan, bu ishlab yurasan degan narsa bilan berib yuborishgan.
Masalan siz Germaniya davlat universitetida o'qisangiz 20 soat ishlaysizda. Bu degani 2,5 yoki 2 kun. Siz private'da o'qisangiz, o'sha xususiyda o'qisangiz, ham kontraktingizni to'lashingiz kerak, ham yashashingizni to'lashingiz kerak. Bu degani siz har kun ishlaysiz. 5 kun ishlaysiz, lekin topsangiz agar bir 2000 topasiz dastavkada. Qarang, mana meni bitta anom borda, bu yerdagi farqi Buyuk Britaniya bilan Germaniyani. Kontrakt yo'qligida-da, tushunyapsizmi? Bular ham qiynalardi agar davlat universiteti bo'lgan taqdirda ham, masalan, yillik 10,000 kontragi bo'lganda yoki 15,000 bo'lganda, bular ham majbur bo'lardi-da. Shuning uchun men aytdim, Buyuk Britaniya va Germaniya yagona farqi tekinligida. Bo'ldi. Masalan, semestr bilmayman 300 yo 400 so'lashingiz mumkindir. Imkoniyatingiz bo'lsa, Britaniyada ham o'qing agar. Yo, bunaqa hayot yo'q demoqchiman-da Germaniyada. Boyagi bir olib chiqilganga o'xshagan. Men mana suhbat o'zi yakunlanyapti. Nima savol berishim kutuvdilar-u, bermadim yoki sizlar nima magistraturani qolib ketdi. Agar magistraturada ham o'qishingiz mumkin. Germaniyada magistratura. Shu qisqacha aytib ketaylik, nima o'zi qanday o'qiladi bir. Magistraturada o'qish uchun siz Westminster bitirib ham magistraturada o'qishingiz mumkin. Lekin Westminster birinchi kursini tugatib, student kollejida o'qib bo'lmaydi. Universitetga to'g'ridan to'g'ri o'qib bo'lmaydi. Shu narsani aytish kerak. Inhalani ham bitirib, bemalol o'sha magistraturada o'qishingiz mumkin. Magistraturani lekin bakalavrda o'qib bo'lmaydi. Yo'q. Magistraturada o'qiganingizdan keyin yaxshi ish topishingiz mumkin. Yaxshi oylik olib, ham magistraturani maslahat beraman. Germaniyani o'sha verk student bo'lib ishlasangiz ham oyligi sizni bakalavrda o'qiyotgan verk studentdan ko'proq bo'ladi. 18 euro. Mutaxassisroq bo'lib ishlaydi-da. 18-20 euro beradi. Shunaqa. Topshirish uchun faqat ingliz tili yoki nemis tilida o'qisangiz, nemis tilini bilish kerak. Fanlari ham kamroq bo'ladi menimcha. Fanlari ham 4 semestrga mo'ljallangan. Shunaqa. Unga ham blok shot qo'yiladi. Unga ham blok shot qo'yilishi kerak. Shunaqa. Student statusida bo'lib ketadigan odam hammasi blok shot qo'yadi. U xoh student kollej bo'lsin, bakalavr bo'lsin yoki magistratura. Keyin mana qarang, mana yondoshlik masalasi qanaqa? Mana shu savol ham juda ham ko'p-da. Bakalavrda bizda hamma taxmin topshiradi, o'zi xohlaganiga yoki kimdir xohlagan topshiradi, keyin u soha unga emasligini biladi, keyin to'xta deydi, men endi qaytishim qiyin deydi, magistratura qilaman deydi. Masalan, men matematikada o'qiyapman-da, bilmayman, qanaqadir anuvda o'qigim kelib qoldi magistraturada. Tibbiyot yo'nalishida. Mana shu masala menimcha qiyin bo'lsa kerak Germaniyada, to'g'rimi? U yoqda talab bo'ladi magistratura uchun aytilganki, shu bakalavr yo'nalishingiz to'g'ri kelishi kerak va ayrim modullarni soni, shu credit point deyiladi, o'shalarning soni to'g'ri kelishi kerak. O'sha to'g'ri kelsagina siz topshira olasiz. Bo'lmasa umuman qarab ham chiqishmaydi birinchidan. Va qo'shimcha qanaqadir sertifikat, masalan, bizda ko'p so'rashadi, biznes administratsiya sohasida master so'rashadi, ingliz tilida bo'lgani uchun. U yoqda ham qo'shimcha sertifikatlar bo'lishi mumkin, masalan, GMAT degani bor yoki GRE degani bor. Uni hammasi ochiq dostupda internetdan topib, o'sha kerakli universitetga kirib, o'sha yo'nalishga kirib tanishib chiqsa bo'ladi. Bemalol. Tushunarli. Chunki magistraturaga ham ko'pchilik qiziqadi-da. Germaniyada yaxshi ingliz tilida xohlagan magistraturangizda o'qisangiz bo'ladi. U davlatniki bo'ladi. Davlatniki o tekin bo'ladi. U ham tekin bo'ladi. Masalan, bakalavrda siz ingliz tili bilan hamma yo'nalishga ham o'qiy olmasdingiz, lekin magistraturada deyarli hamma yo'nalishda o'qish mumkin. Nemis tilida masalan B1, B2 bo'lsa ham unga ishlashga osonroq bo'ladi. Zo'r. Ayrim universitetlar o'zi A2 ham talab qiladi. Masalan, IELTSdan 6,5 deydi, nemis tilidan A2 bo'lsin deydi. Shunaqa. Ikkita sertifikat. Tushunarli. Shu. Faqatgina tibbiyot yo'nalishida magistratura boshqacharoq. Agar O'zbekistonda spetsialist bo'lmoqchi bo'lsa, bakalavrdan keyin magistratura o'qisa bo'laveradi. Lekin Germaniyada spetsialist bo'lmoqchi bo'lsangiz, magistratura qilinmaydi. Uning uchun siz assistent vrach bo'lib, shogirdlikka tushib ishlashingiz kerak bo'ladi. 3 yildan 6 yilgacha bo'ladi. O'shaning uchun agar kim bu yoqda bakalavr tibbiyot yo'nalishini bitirgan bo'lsa, YouTube'da qilingan videolar o'zbek vrachlar tomonidan o'shalar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Yoki agar sizga student kollej yoki universitet haqida yana ham ma'lumot kerak bo'lsa, hozir alohida videolarni ko'rishingiz mumkin. alohida reklamamiz bor, xavotir olmanglar. Alohida sizlarni mana link deb qolib chiqib keladi. Ha. Uni alohida aytib ketamiz, suhbat oxirida rejam bor. Qanaqa savol berishim kerak, bera olmadim masalan. Til kursi masalan,
til Oh. kursini ko'p Ha, so'rashadi. til kursini ham qilsa bo'ladi. Biz nimani maslahat beramiz til kursida? Agar kimdir O'zbekistonda 1 yil o'qidida nemis tilida o'qimoqchi bakalavr Germaniyada. Chunki ayrim yo'nalishlar o'zi faqatgina nemis tilida. O'shanda O'zbekistonda C1 olishi shart emasda. O'zbekistonda B2 sertifikat olib turib, Germaniyadagi davlat universiteti qoshidagi davlat til kursiga kirsa bo'ladi. B2 sertifikat bilan kiradi va 4 oycha o'qiydi. Uni narxi ancha past bo'ladi. Shu bir semestr 6 oy bo'lsa, shu 6 oy uchun semestr to'lovini to'layadi. Shu 300 yevro atrofida. O'sha 300 yevroga sizni B2 dan C1, C2 darajagacha olib chiqishadi. Oxirida bitiruv imtihoni bo'ladi. O'sha bitiruv imtihonidan o'tasiz va o'sha nemis tilidagi yo'nalishga kirib keta olasiz. O'shani maslahat beraman. Chunki O'zbekistonda B2 darajadan C1, C2 darajaga chiqish baribir qiyin. Shu masalan agar siz Zo'r yo'nalish ekanda u ham. ha, bu kimga yaxshi? Universitetda o'qiyotgan. Ha, universitetda birinchi kursda o'qiyotgan odamlar bor. Nemis tilini B1 dan ham ketsa bo'ladi. Agar B1 bo'lsa, siz to'g'ri universitetga topshirasiz, o'qimoqchi bo'lgan universitetingizga, ularni til kursida o'qiysiz, C1 olib, keyin universitetni boshlayverasiz. Shunaqa qilsa bo'ladi. Shunaqa. Uni universitetda qayerdan topadi uni? Saytidan? Uni ham saytidan, ha? Til kursi bormi deb turib. Student kolleglarni o'zi ko'pchilik qayerda student kolleg bo'lsa, o'sha yerda DSH til kursi ham bor. Zo'r. Ha, zo'r yo'li ekanda, bu ham bitta bitta. narsani aytib o'tdik, odamlar so'raydi, masalan, men deydi, Berlinda student kolleg tugatib, boshqa shaharda universitetda o'qisam bo'ladimi deydi. Bu ham mumkin. Siz agar bironta student kolleg tugatsangiz, xohlagan butun Germaniya bo'yicha o'sha universitetga topshirishingiz mumkin. Amansiz. Shunaqa. Til kursi ham xuddi shunaqa. Studinkalik yo'nalishlar shu 4 ta 5 ta degandik-ku. Har xil bo'lsa ham imtihon bir xil desa bo'ladi. Nemis tilidan, matematikadan. Hammasida bir xilmi? Hammasida bir xil. Asosi bir xil mana. M kursga bo'lsa ham yoki texnika yo'nalishida ham, meditsina yo'nalishida ham ikkita bola ham nemis tilidan ham, nemis tili va matematikadan topshiradi. Faqatgina G kursida faqat ko'pincha nemis tili bo'ladi. Mana men endi gapiryapsiz-ki, tizimni men o'ylab ketaveradi-da miyam. Masalan, nimaga matematikani qo'yib qo'ygan? Chunki bazada baribir har qanday ham tayda. Shunaqa. Baribir ancha oldinda-da. Lekin masalan G kursiga matematika shart Shart emas. emas, faqat nemis tili. Shunaqa. Unaqalar kamroq bo'lsa kerak. G kurs degani gumanitarniy fan degani. Gumanitar. Ustoz. Tarixchi. Endi menda savol bor. Endi bilmadim bu shaxsiymi, shaxsiy emasmi? Kelajak reja qanaqa bitirgandan keyin? Menda shaxsiy rejalar shu Tabiiyki sekin qochadi. Uylanishim kerak. Lek qoldirib ketamiz. reklamani aytdingizmi? Yoshingiz aytdingiz, ishingiz aytdingiz aka. Ishoning, lichka qoldirib ketamiz. Ya, lichka bularniki emas, bularniki. Cheres. Shunday bo'lmaydi u. O'qishni bitirganimdan keyin men Germaniyada spetsialist bo'lish niyatim bor. Shuning uchun men kamida yana 4 yil, 5 yil yoki даже 6 yil u yoqda ishlab berishim kerak. O'sha sohamda, masalan aytaylik, farqi yo'q, kardioxirurgiya bo'lsa, kardioxirurgga stansiyasiga shogirdlik tushib, o'sha yoqda ishlashim kerak bo'ladi. Shunaqa. U degani hozir o'zi 4 yil o'qishim bo'lsa, plus 5 yil bo'lsa, 10 yil atrofida bo'lyapti. O'shaning uchun 10 yildan keyingi narsalarni halicha rejalashtirmaganman. Yetadi, o'zi 5 yillik ham qiyin. 2036-yillar katta xirurg yoki neurolog yoki neyroxirurg bilmam. Bo'lib turganingiz aka desam, qayerdadir ko'rganman. Boshqa podkast olamiz keyin, kelsak agar. Tabiiy aka, siz qaytib kelmaysiz ham, to'g'rimi? Yo'q, men ishlamoqchiman, birinchi o'qish bitirib 2-3 yilmi ishlamoqchiman, keyin yana qaraymiz. O'zbekistonda yashash sharoitlari qanaqa bo'lyapti? Hozir to'g'risini aytsam, qiyin bo'lib qolibdi O'zbekistonda. Yana ham ko'ramiz-da, vaqt ko'rsatadi. Lekin agar qanaqadir shu Germaniyada o'qishda nimasi yaxshi? Siz O'zbekistonga kelib, Germaniyada o'rgangan qanaqadir ideyalaringizni, biznes ideyalaringiz bo'lsa, O'zbekistonda o'sha narsani qilishingiz mumkin-da. Agar shunaqa narsalar, imkoniyatlar bo'ladigan bo'lsa, kelish mumkin. Keyin yana bitta zo'r savolda. Mana sizlar bordilaringizki, mana shu 4 yil ichida umuman nimani tushunib yetdingizlar? Mana bormoqchi bo'lgan bolalar bor-ku, mana. Orqada shuncha turibdi qiziqqan. Nima deysizlar o'sha nimani tushunib yetgansizlar? Baribir insonda o'ylaydi-ku.
Menimcha shu ko'p abituriyentlarimizni bilimi juda ham zo'r. Agar masalan davlat institutiga tayyorlanayotgan repetitorga borib yurgan bolalarni bilimi juda ham zo'r. Germaniya universitetida bemalol o'qish oliydi, unaqa qiynalmasdan. Lekin sal dunyoqarash nocheklanganroqqa o'xshaydi. Shu narxozga kirib olsam budjetga deydi, yoki masalan Maqsadlar juda kichkina. Toshmiga budjetga kirib olsam deyishligisi mumkin-da. Lekin ularni Potensiali katta, kuchi dahshatda ularni. Abituriyentligida ko'rsangiz o'zi haqiqatdan-da yotib olib o'xshadi-da bizada bor-ku, masalan. O'shani tavsiya beraman. Shu iloji boricha shu potensialdan maksimumini siqib olish kerak-da. Shuni tavsiya bergan bo'lardim. Imkoniyatlar ko'proq demoqchisizda, to'g'rimi? Mana Shunaqa. Izlanish kerak. Ozgincha o'shanda ko'p yo'llar borligini tushunib yetadi odam. o'qish yaxshimi o'zi Germaniyada? Ha, yaxshi. O'qish zo'r. Zo'r. Talaba hayoti yaxshi-da baribir, to'g'rimi? Davlat o'zingizni juda ham 100% eplay olsangiz, moliyaviy tomondan. Bu yoqda ham ijtimoiy ham anaqasini berishadi. Misol uchun transportga ham tun Germaniya bo'yicha o'tadigan hozir nima bor, bilet bor. Xohlagan payt xohlagan joyga bora olasiz. Majburiyatlaringiz universitetda kam, qachmanadaki, endi tushadi, bo'ladi degan narsalar yo'q. Vaqtingizni o'zingiz bemalol rejala olasiz. U nimasi juda katta. Stabilность bor, eng zo'ri. Stabil shu o'z planingiz bo'yicha, qo'ygan planingiz bo'yicha keta olasiz. Misol uchun bir semestrga plan qo'ysangiz, o'shani katta ehtimol 80% ni semestr oxirigacha tusha olasizda. O'sha joylari bor. Yaxshi. Keyin yana balki muhim narsadir. Germaniyaning diplomi o'sha juda ham kuchli hisoblanadi. Butun dunyoga o'tadi. O'shaning uchun agar siz Germaniyadan bitirib boshqa davlatda ishlayman desangiz ham bemalol shunaqa qilsangiz bo'ladi. Amerikaga ham borsa bo'ladi. Xullas, men o'ylayman, imkoniyat ancha keng-da Germaniyada. Shunaqa. Bizani yoshlarimiz potensiali katta-ku, hozir masalan yoshlar soni nuqtai nazaridan qarasangiz ham ko'pchilikmizda. Mayli bir 3% dir, 4% dir Germaniyada o'qisa, masalan, baribir dunyoqarashga ham, umuman bilim jihatdan ham Germaniyani zabt etsak bo'ladi. shuni aytaman-da, masalanda balki ko'proq oshxonalar ochilar. Yomon joyi yo'q-ki demoqchiman-da. Germaniyada ham katta nima potensial bor. O'sha o'zbekcha bizani mentalitetda endi bizani emas, endi shu ko'p ishlar qilsa bo'ladi-da, katta bizneslar qilib Qilsa bo'ladi-da. Bizani jamiyatimizni o'tda kengaytirsa, o'sha musulmonlarning jamiyatini, o'zbeklarning jamiyatiga katta yordam bo'ladigan inson bo'lishingiz mumkin-da. O'tda ham bizani hozir musulmonlar o'tda kamroq, lekin imkoniyat bor o'tda. Hech kim Cheklash yo'q. Masalan, siz ham diniy jihatdan sizda hech qanaqa cheklov yo'q. Plus ko'p bo'lsa yordam bersangiz bo'ladi-da. O'sha anaqalarga kuchaysa bo'ladi demoqchiman. Ta'lim tomonlama ham har tomonlama. Har tomonlama. Xullas mana mayli shaharda yurgan bolalar o'zini yo'lini ular ham ko'pchilik biladi, lekin qishloqda yurgan bolalar bor-da, men ko'p mana shu narsaga nima qiladi-da. Imkoniyat ko'p-da. Faqat ozroq qo'y bosgan aytgandek, sal qattiqroq ishlaydi, ko'proq kengroq o'ylaversa bo'ldi-da. Keyin bitta narsa aytmoqchiman. Germaniyaga kelgandan keyin Instagram, TikToklarni o'chirib tashlash kerak iloji bo'lsa. Siz iloji yo'q. Bo'lmasa, nima deydi, sizni hayotingiz o'zgarishi qiyin. Shuning uchun maslahat berardim. Instagramga O'zbekistonda bo'lsa ham Hozir o'chirib tashlang. Hozir, davay. Endi agar siz qanaqadir narsa odamlarga taklif qilsangiz, to'g'ri, lekin shunchaki yoshlar Iste'molchi emas. Telefonga qarash kerak. Necha soat ishlatyapsan? 6 soatmi yo 8 soatmi yoki shunga qarab aniq qilish kerak. O'zini eplay olish kerak-da. Sizni umringiz zimda scrolling qilaveradi-da ko'pchilik. TikToklarni hozirgi anaqa o'chirib tashlash kerak deb o'ylayman. Chunki u hayotingizni ushlab turadigan katta to'siqda u. Ko'chaga chiqib bir trenirovka qilish kerak, yugurish kerak edi. Chiq ko'chaga to'qib. Xo'p. Sizlarda mana shu narsani ham aytib ketay. YouTube'da Telegramda kontent berib borasizlar-da, Germaniyada o'qish bo'yicha, umuman qanaqa topshirish bo'yicha. Bu kanalni biz nomini ham berib ketamiz. Study Germany degan kanal. Bu YouTube'da ham bor, Telegramda ham bor. YouTube'da Germaniyada oliy ta'lim. YouTube'da Germaniyada oliy ta'lim linkini berib ketamiz. U yerda masalan hozirgi aytilgan gaplardan juda chuqurroq tushirilgan, ya'ni ichiga tushirilgan. Nuqta-nuqtasigacha
agar masalan bizani videolarni ko'rib siz bemalol o'qishga topshirishingiz mumkinda. Ha, mustaqil agar hamma videolarni ketma-ketligida ko'rib chiqib, o'tirib yaxshilab harakat qilsa. qilsangiz, ha, va Telegram guruhimiz bor. U yerda ham savol bersa, bizdan tashqari yana ko'p Germaniyada o'qiyotgan O'qiydigan talabalar borda, o'zini sohasiga tegishli bo'lgan savollarga yordam berib, javob berishyapti. O'shaning uchun bemalol u yo'l ochiqda, ancha. O'zingiz mustaqil ham qilsangiz bo'ladi. Universitetda mustaqil qilsa bo'ladi, ishga kirishmas. Ha. Unda imkoniyat bor. Bugungi suhbat o'zini nihoyasiga yetyapti. Menimcha foydali suhbat bo'ldi deb o'ylayman. O'sha Germaniyaning eng yaxshi universitetlarda o'qiydigan Bositxon Otabek aka, Said Rasul foydali suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Qanaqa foyda olgan bo'lsangiz, bir o'zingiz uchun bir foydali ma'lumot yoki ilm olgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib keting yoki do'stlaringizga, kimdirlarga ulashing. Doim YouTube'da video ko'rsam like bosing yo dislike bosing yoki umuman kommentariya qiling derdi. Men ham shu gapni aytaman, chunki foydali ekan ko'proq insonga borishi uchun. Shunaqa rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar, vaqtlaringizni ayamaganlari uchun. Rahmat sizlarga. Rahmat. Shu Germaniyada oliy ta'lim va Study Study Germany Telegramda. Blitzda doim Hof Consulting hammasi shu yerda. Sog' bo'linglar, charchamanglar.